Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Qur'ondan nazar programmasiniki ko'rmanlari, hammalarniki shu vaqti va buningki vaqt xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum ustoz, qanday yaxshimi? Rahmatulloh. Xudoga shukr. Fidoyi qarindishimiz yosh tug'ganda. Bugungi Qur'ondan nazar programmamizniki cho'ng temasi, mavzusi haq va botil. Buningda biz endi nimani haq deymiz? O nereden keladi? Haqning o'lchimi qandoq belgilanadi? Nahaqchilik nimaga tayindi? Haq qovdilinishga muhtojmi? Haq bilan kuchning munosabati qandoq? Nahaqchilikning manbasi nima? Uni hal qilishning chorasi nima? Haq va botil degan hukmlar din nuqtasidan, ya'ni bizning Qur'on markazlik din nuqtasidan qandoq ma'nolarga ega, botillarning sifati, alomati, natijasi va oqibati qandoq bo'ladi? Nima uchun haq bilan botil orasida tanlashga muhtoj bo'lamiz? Haq bilan botil masalasida bizning qandoq majburiyatlarimiz, mas'uliyatlarimiz bor? Uni ado qilishga kuchimiz yetmesi uchun mas'uliyat nuqtasidan qochqili bo'lmaydigan taraflari qaysilar degandek, shundoq savollar tariqasida shu haq va botil degan temani bizga bir Qur'ondan nazar tashlab, bizga bir ochiqlab bergan bo'lsalar ustoz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Dunyoning haqqas joylari hurmatli qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bu o'zi ko'p tarafga chetildigan, uning manbasi ko'p o'zi tarafdan keladigan shundoq bir mavzu, haq va botil masalasi. Endi bu nimada programmada buni tamoman hamma tarafdan so'zlab bo'lish biroz qiyin. Buniki asosli prinsiplarini o'tirib qo'ysak, har inson o'ziniki har sohadagi qilgan ishi qarta o'ziniki shu tushunchasiga asoslanib turib, o'zini qilayotgan ishi, qilgan gap shuning o'zini shu Qur'on ko'rsatgan o'zi usulda o'lchib olsa, o'zi qaysi yo'lda mengib o'tibdi, qaysi narsani tutib o'tibdi, haq tarafda turib o'tibdimi yoki botil tarafda turib o'tibdimi deganga o'xshash shunda o'zi har odam Qur'ondagi shu prinsipni sevib turib, o'ziniki maydonini va qilgan ish so'z harakatlarining o'zini, e'tiqodini shu o'lcham bo'yicha o'lchib olsa bo'ladi endi. O'zida endi haq, haqiqat degan shunday o'z nurg'un nimalar bor endi bu lug'at kitoblarda. Endi haq degan so'zni asosan Qur'oni Karimda bir narsaga eng muvofiq berilgan javob yoki eng muvofiq shu qilgan ish yoki harakatlarga eng muvofiq holatda kelgan bir natija. Ya'ni o'zi biz bir ishni qilgan bo'lsak, qanday qilsak mayli yo to'g'ri ishni qildik yoki xato ishni qildik, qilgan bo'lsak, oxirisida bizniki erishgan natijamiz shu qilgan ishimizga eng to'g'ri kelgan bir natija bo'lib hisoblanadi. Natija bo'ladi. Buning o'zi haq bo'lgan bo'ladi degan bo'ldi. Qur'oni Karimda bu haqda nurg'ulg'an oyatlar bor. Misol kofirlarni cehennem cin bilan insonlarning ichidan shunday o'zi kofir bo'lganlar bilan cehennem to'shqizma degan so'zim haq bo'ldi degan shunday oyatlar bor Qur'onda. Bu qanday haq bo'ladi endi o'shani o'zi degan vaqtda shularning qilgan ishlarining hammasinin oxirgi natijasi cehennem kirishga
haqliq bo'ldi degan gap. Ya'ni bu yig'ib aytgan vaqtida, shu lug'at ma'nosini aytgan vaqtida bir odam bir tijoratni qilib, uningda ziyon tortgan bo'lsa, u odam o'zi jamiyatni tekshirmay, o'ziniki qilgan ishiniki qanchalik to'g'ri qildi, qanchalik xato qildi, ashuni tekshirish kerak degan gap. Agar u shu yerda ziyon tortgan bo'lsa, u ziyon tortish mutlaqo u odamniki qilgan ishidagi xatolik bilan munosabatli degan bo'ldi. Şu Qur'onda o haq kelimesini Allah Taala bizga tasvirlagan vaqtida uni o'zimizniki qilgan ishiniki oxirgi xulosasi yoki natija sifatida mana sen ishingni to'g'ri qilding, bu to'g'ri ishniki natijasi mana mushu seniki o'zi qilgan ishingniki haq bo'lgan, eng muvofiq kelgan natija mana mushu deb uniki natijasini bayon qildiganligi. Yani Qur'oni Karim zaten bor. Yaxshi ish qilgan odamniki oxiridagi natijasini Alloh taolo hisob qilib, bu odam to'g'ri yo'lda mangan bo'lsa, uniki oxiridagi natija, uniki mangan yo'lniki to'g'ri bo'lganligini ifodalaydiganligi va u natijaniki shu odamning qilgan ishiga eng muvofiq holatda bir o'zi xulos sifatida qo'lga kelganligining o'zini bayon qildi. Qur'onda buningda nurg'unlagan oyatlar borki, men bek jiq olmadim. Chunki bu programmamiz adi burun 2 soatni eshib ketyapti. Amalning berchi 1 soat bo'lmasa 1,5 soatni oshirib degan umidim bor. Shuningga o'zimizni zerikib boshqa odamni zeriktirib deymizda. Baqara surasidagi 42-oyatida Estaizu billah ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun degan oyatlar. Yana şu Baqara surasidagi 121-oyatida ellezina ataynahumul kitabe yetlunehu hakka tilavatihi ulaika yu'minuna bihi ve men yekfur bihi fe ulaikumul khasirun degan oyatlar var. Bu haq deganni hamda alamat o'zi bir Allah Taala bunu bu Qur'onda bayon qilishda ajoyib hamda o'rnida bir inson hayron qoladigan darajada bunday bir o'rinda qo'ygan buni. Ya'ni haqni botil narsani yepib, u narsaning o'zini haq ko'rsatmanglar. Bilib turib deydi-da Alloh Taala. Shu botil ekanligini bilib turib, o botilning to'pisini haq bilan pardozlab, bizda bir gap bor. Tezekning ustini oltin bilan o'zi pardozlab, uning o'zini oltin ko'rsatish. Yoki bo'lmaydi, odatdagi bir xil maqol tamsildimi? Qo'riq ko'rsatib, o'pka sotadigan degan bir gap bor. Ashning qo'sh qiliqni qilmang degan bo'ldi. Bu yerda nima degan vaqtda, uning oxirisi nima bo'ldi shu vaqtda degan vaqtda, sizlar haqni botil bilan yepib, u vaqtda o'zi ishni ashundaq o'zi xato etmangan vaqtingizda uning oxirisi o'zingning ziyon tortish bilan xulosalandi. U vaqtda nima bo'ldi desa, u haqdan og'rinmay yoki Xudodan og'rinmay, o'zingniki qilgan ishni ichidagi yilimikir yoki yolg'onchilik, kazzoblikning o'zini tekshirang degan bo'ldi. Ya'ni Qur'onda boshqa bir oyatlar bor, sizlar o'zi haqning ustida, to'g'rining ustida bo'lgan muddatning ichida botil yo'lda ketayotganlar sizlarga ziyon yetkazolmaydi degan sura Nurda shunday bir oyat bor. Bu nima degan bo'ldi desa, to'g'ri yo'l haq yo'l. Haq yo'lda ketayotgan insonlar o'ziniki to'g'ri yo'lda ketayotganligini his qilgan vaqtida u botil yo'ldagi ketayotgan, xato yo'lda ketayotgan insonlar uningga ziyon yetkazolmaydiganligini, chunki yo'l to'g'ri bo'lsa, uningga hech qanday bir odam o'zi nima qilmagan. Bizda malqi bir gap bor-ku. Yo'ldan chiqma, xondan qo'rqma degan bir gap bor-da. To'g'ri yo'ldan chiqmaslik, to'g'ri yo'lda mangandan keyin o odam har qanday bir odamdan qo'rqishga hech qanday hojat yo'q degan gap. Ma ikkinchi oyatning o'zidami ellezina ataynahumul kitabe yetlunehu hakka tilavatihi ulaika yu'minuna bihi degan bir xulosa bor-da. Biz bergan kitobni, o kitobni niki haqqi bilan tilovat qilsa, o'qisa, o odam cho'qim buningga ishonadi deydi-da. Bu qandoq o'zi go'zal bir o'zi bir bizga keltirgan bir oyat deyman-da. Yani bir odam Qur'oni Karimni
haqiqiy shaklda ashning haqqini berib turib, bu nima degan bo'ldi desa, uning ichidagi ma'no, maqsadini yaxshi tushunib turib, ashundoq o'qisa, cho'qim u Qur'onga ishindi u odam deydi. Bu ajoyib endi bir oyatlarda misol. Ya'ni bir odam Qur'onning o'zini haqiqiy shaklda, uniki ma'no, maqsadlarini tushunishni maqsad qilib, har sohadan ashniki bir yer tushunamiz, yana bir yerni izlanib turib, ashundoq tushunish orqali o'qisa, u Qur'onda inson ishonmaydigan bir narsa aslo mumkin emas. Chunki bu haq bir so'z. Haq so'zniki yana bir tarafi nima degan vaqtda haq so'z degan bu kelima insoniyatniki amaliy ahvoliga uyg'un. İnsonniki amaliy hayotidagi problem yana o'z masalalarning o'zini hal qilish xususiyatiga ega. Bundaq holatdagi bir narsani haq deymiz misol. Yana Qur'oni Karimda bir oyat bor, sura Isroda va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan. Va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan so'zning o'zi, jumlaning o'zi Qur'oni Karimni biz amaliyatning o'zini hal qilgan bir usul bilan tushundik. U Qur'oni Karim ham amaliyatga uyg'un tushdi deydi. Yani Alloh taolo deyapti, men uni amaliyatga uyg'un, insoniyatning hayotiga, butun o'z ish harakatlariga uyg'un holatda, shu masalaga uyg'un holatda tushundim. Shuning uchun u Qur'oni Karim nima qiladi desa, insoniyatniki amaliyatda bo'layotgan ishlarni hal qiladi. Shu hal qilish maqsadida tushundim deydi. Bu oyatning o'zida. Yani bu haq degan gapniki yana bir ma'nosi nima bo'ldi shu vaqtda degan vaqtda butun o'zi amali, ya'ni mush amaliyatda jamiyat bo'layotgan ishlarga, amaliy ishlarga uyg'un keladigan narsaning o'zini haq, haqiqat deb qaraydi Qur'on. Haqiqatan amaliyat bo'layotgan narsa degan gap. Ama o amaliyat bo'layotgan narsa, mayli xato bo'layotgan narsa bo'lsin, mayli to'g'ri bo'layotgan narsa bo'lsin, u bo'lgan narsa amaliyat bo'layotgan narsa bo'ladi. Shu vaqtda to'g'ri bo'lgan bo'lsa, uning o'zi qanday bo'ldi desa, Alloh taolo nima u inson dunyoda yaxshi natijalarga erishadi. U to'g'ri qilgan ishniki haqqi yaxshi natijaga erishtirish bu oxirlashadi. Agar u xato bir ishni qilgan bo'lsa, u insonniki oldigan haqqi o yer nima, erishilgan haqqi nima degan vaqtda ziyon bilan, ya'ni ziyonga erishadi, ziyon bilan oxirlashadi o ish. Uning haq bo'lgan narsa, to'g'ri kelgan narsa ziyon degan gap. Uning uchun bu yerda haq borasida kelgan vaqtda masalan Qur'onda bu insonlarga biz bu insonlarning jannat kirishi haq bo'ldi. Qur'onda nurg'un yerda shunday oyatlar bor. Nima ish haq bo'ladi desa, u qilgan ishi jannat kirgidek bir holatdagi bir ishni qilganligi uchun u jannat kirish u odamning haqqi bo'lib hisoblanadigan gap. Yani bir yerda ko'rgan vaqtda biz o odamning o'zini Qur'onda bayatni degani o'xshash, misol o odamniki biz mushu jin va insonlarning ichidan mush odamlarga jannat inim jahannamni to'shqizma degan so'zning o'zi haq bo'ldi deydi Alloh taolo. U nima degan bo'ldi desa, bu odamlarning qilgan ishining natijasiga jahannamni berish yoki bu odamni jahannamga selish bu u odamning haqqi bo'lib hisoblandi. Buningdan biz nimani bilib olaymiz degan vaqtda qiyomat kunida Alloh taolo bizlarga jazolaydi, mukofotlaydi deb andaq Qur'ondagi masalan yaxshi ish qilgan odamlarni qiyomat kunida Alloh taolo jannatdan mukofotlaydi, yomon ish qilgan odamlarni jahannam bilan jazolaydi deymiz. Aslida bu jazo mukofot masalasi emas bu. Birinchi masala bu emas. U nima degan vaqtda bu odamlarning qilgan ishi to'g'ri bo'lganligi uchun u odamniki oldigan haqqi, erishilgan haqqi nima degan vaqtda jannat degan gap. U yana bir turli odamlarning qilgan ishi shunday yomon bo'lganligi uchun u odamlarning qilgan ishi degan vaqtda jahannam. U jahannam shu odamning haqqi bo'lgan gap. Qur'onniki mana mushu haq botil masalasi kelgan vaqtda mana Qur'on mushunda xulosalaydi. O adam şu onun için kıyamet günündə insanlar arasında şəfaət qilish çəkiləngan. Şəfaət çəkiləngan. Nima üçün degan vaqtda bir tarafdan
Bayaqı degandek misal bir jinoyatchi jinoyatini tortish u jinoyatchining haqqi. Misalda u jinoyatchiniki haqqi bo'lgan narsaning o'zini u yerda tortqizmay, uning o'zini u jannatga kirib olsa, agar haqiqiy shaklda uni surishtirgan vaqtda u odamni haqqidan mahrum qolg'izgan bo'ladi degan bo'ldi. Alloh taolo u yerda u jinoyatchiniki haqqini, ya'ni qilgan ishiniki haqqini beryapti u yerda. Bir odam bir yerga berib, misolda men zahar olaman desa, u odamga zaharni berish, ya'ni o'zi agar shu zahar bo'lsa, pulsiz qarta zaharni bersa, u odamniki pulsiz qarta haqqini bergan bo'ldi misolda. U odam niyat shunday bo'lgandan keyin. Bir yerga berma asal olaman desa, u odamniki pulsiz loyiq holatda asalni bersa, u odamniki haqqini bergan bo'ldi odatda. Xuddi shunga o'xshash qilgan ishi yomon bo'lsa bu dunyoda, u odamniki erishilgan haqqi nima degan vaqtda yomon oqibat bo'ladi. U yomon oqibat u odamniki qilgan ishiga kelgan bir o'zi haqqi bo'lib hisoblandi. Uning uchun u bir shafoatchining o'zi qo'pib, uning shafoat qilib, "Meni urug' tuqqunimda yoki meni agash kuchimda, yo mening ummatimda" deganga o'xshash, shunday o'zi banoli bilan uning o'zi shafoat qilib chiqarib olma desa, u yerda u jinoyatchiga zulm qilgan bo'ldi degan gap. Haqiqatni buzib, jinoyatchining elishga tegishli haqqini ziyonga uchratgan bo'ldi uning o'zi. Uning uchun bu yerda bu haq masalasi mana shunday o'zi mantiq jihatdan, falsafa jihatdan uning o'zini so'zlagan vaqtda Qur'oni Karimning zaten har bir o'zi prinsipi mantiq ustiga, falsafa ustiga qurilgan bir o'zi ajoyib o'zi bir nima hamda kitob. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, haq botil degan masala kelgan vaqtida mana haq shunday bir narsa. Yana Sura Baqara'niki 147-oyatda "El-haqqu min robbika fala takunanna minal mumtarin" deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, haq sening Rabbingdan berildigan narsa. Buni hech qanday ikkilanmasan deydi. Bu ikki xil ma'noga keldi bu yerga haq. Birisi Qur'oni Karimga to'g'ri keldi. Qur'oni Karim sening Parvardigoringdan berilgan bir kitob. Uning uchun buning ishonishda hech qanday sen ikkilanma degan gap bo'ldi. Bu ishonsan bo'larmi, bo'lmasmi deb sen uning unday ishkinib yurishga hech qanday hojat yo'q. Chunki sening Rabbing bergan narsa hech bir zaman seni ziyon tortqizadigan, seni halok qiladigan bir yo'lga olmaydi. Uning uchun buni hech ikkilanmasdan uni o'zini qabul qilsang, to'g'ri narsani qabul qilgan bo'lsa degan bo'ldi. Ikkinchi ma'nosi degan vaqtda "El-haqqu min robbika fala takunanna minal mumtarin" degandan-ki, yana bir o'zi oxirat keladigan ma'nosiga kelgan vaqtida oxiratda har bir insonga Alloh taolo u insonning qilgan ishiga loyiq holatda haq berdiganligiga, xato ish qilgan bo'lsa xato ishiga loyiq, to'g'ri ish qilgan bo'lsa to'g'ri ishiga loyiq haq berishida hech qanday shubhi bo'lmasligining o'zini Alloh taolo bu yerda bizga tushuntirdi. Bu yerda o'zi boshqa suralardan bor, misol "Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara" degan oyatlar bor. Bu nimani bildirdi desa, inson dunyoda zarrachilik yaxshi ishni qilgan bo'lsa, qiyomatda uniki zarrachilik yaxshi o'zi tarafini ko'radi. Zarrachilik yomon ishni qilgan bo'lsa, uniki zarrachilik o'zi yomon natijasini ko'radi. Ya'ni uni haqqini oladi u yerda degan gap endi. Hech bir insonniki bu dunyoda qilgan ishi u dunyoda Allohning oldida u netinchisiz qolmaydi. Ya yaxshi netinchi oladi yoki yomon netinchi oladi. Va mallahu bizallamil abid degan o'zi nurg'un oyatlar bor. Bu nima degan bo'ldi desa, Alloh taolo bandalarga hech qanday zulm qilmaydi. Chunki inson u yerga dunyoda o'zi Qur'ondan iborat bu kitobni o'zi avatib, uningdagi mana mush yo'lchi manglar deb insonlarga buni o'zini buyurgandan keyin buni ko'rsatgan yo'lchi mangmagandan keyin, mang'alni mengib, mang'alni mangmagandan keyin mang'allarning oldiga haqqi, mang'allikqa loyiq holatda
yaxshi natijalarni oladi, u uning haqqi bo'ladi va yomon ish qilganlarniki haqqi desa, shu qilgan yomon ishiga loyiq narsani elish uning haqqi bo'ladi. U vaqtda Alloh taolo hech bir zaman uningga zulm qilgan bo'lmaydi. Chunki haqqini bergan bo'ldi u. Bir rivoyat var. Rivoyatni qo'shib qo'yaylik ancha-muncha. Bir narsa bor-da. İnsonda Alloh taolo o'zi buyurgan ishlarni qilgan bo'lsa, Alloh taolo ko'rsatgan yo'lda menib buyurgan ishlarni qilgan bo'lsa, nima qilgan bo'ldi desa, Allohniki bu o'zi ko'rsatgan yo'lga qarata haqqini bergan bo'ldi. Endi u insonniki Allohning ustidagi haqqi nima bo'ladi degan vaqtda qiyomat kuni uning o'zini jannat bilan mukofotlantirish yoki jannatni berish u insonniki haqqi bo'ladi degan bir rivoyat bor-da. Mana shu oyatlik mazmuniga to'g'ri keldi. Bizniki odatdagi maqol tamsillarimizda bor, ishlaganni tushun bor-da. Ishlagan so'zi, sen ishlasang, ya'ni yaxshi ishni qilsang, yaxshi natijaga erishsan. Uni ta'tirsiz o'rsak bo'ldi, yomon ish qilsang, yomon natijaga erishsan. Hech qanday u yerda qilgan ishing zarrachilik, boy deganki oyatning mazmuniga asosan qilgan ishingdan zarrachilik yaxshi yomon ishing bekorga ketmaydi. Hammasi zaten o'zi yozilgan daftarga yozilib turdi. U qiyomat kuni uning qarta uniki loyiq holatda uning javobi berildi. Onun uchun insonlar qiyomat kunisi o'zi Allohning oldida "Manga o'z nohaq ketib qopti" deydigan undaq hech qanday bir narsa bo'lmaydi. Nima qilgan vaqtda inson dunyoda ashuning uchun harakat qildi. Ashu narsaga erishish uchun harakat qilgan bo'ldi. Alloh taolo erishgan narsani, erishadigan natijasining o'zini u inson qiyomat kunisi bergan bo'ladi. Hech bir zaman uningga zulm qilgan bo'lmaydi. Shuning uchun bu haqqini olgan bo'ladi mana shu aytgan vaqtida. Endi din, Allohniki dini endi islom dinidan iborat. Bu dinning o'zi nima degan vaqtida din insoniyatga shunday to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan shunday bir narsa. Agar o'zi bu shu din orqali insonlar mangan vaqtida u qandoq o'zi natijalarga erishadi, bu dinni Alloh taolo nima deb ataydi degan vaqtida shu Sura Moidaning 3-oyatida "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul isloma dina" degan bir oyat bor misolda. Bu yerda ne'mat, men bergan insonlarga bergan bir ne'mat deydi buning o'zini. Allohniki insonlarga bergan bir ne'mati, mukammal qilib bergan bir ne'mati insonlarniki. Agar har bir inson o'ziniki e'tiqodi, qilgan ish harakatlari, ya'ni so'z harakatlari, bu narsaning hammasini Qur'oni Karimdagi e'tiqod sohasidagi, so'zni so'z sohasidagi, harakat sohasidagi prinsiplarga solgan vaqtida o'zi qandoq e'tiqod ekan va qaysi so'zlarni qilib qandoq harakatlarni qilyapti, uning hammasiga o'zi baho bera oladi misol. Baho berib, men to'g'ri o'zi e'tiqod turyaptimi yoki xato e'tiqod ekanmi? Yoki to'g'ri so'zlarni qilyaptimi yo xato so'zni qilyaptimi? Yoki to'g'ri harakat qilyaptimi yoki xato harakat qilyaptimi deb Qur'oni Karimdagi nizomlarga asoslanib turib, o'zining qilgan ish harakatlarining o'zini u yerda xulos chiqara oladi. Mushu xulos chiqara oladigan darajadagi bunday bir kitob nima degan vaqtda Alloh taolo tarafdan insoniyatga berilgan eng yaxshi bir ne'mat deb hisoblanadi. U Alloh taolaning bunday o'zi yaxshi bir ne'matning o'zini insonlarning qabul qilmasligi bu Alloh taologa bo'lgan bir tuzkorlik deb hisoblanadi. Agar o'zi bu ne'matni qabul qilgan bo'lsa, buning o'zini joyida o'zi ijro qilmasligi, joyida yetkazmasligi bunun o'zi ham Alloh taologa o'zi tuzkorlik qilgan bo'ladi. Shunga Alloh taolo Qur'onda Zuho surasida deydi va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Yana insonlar haqni qabul qilish, haqni e'tirof, haqni o'zi bilish bir masala, uni qabul qilish
e'tiqodiga singdirish bu ikkinchi bir masala. E, Uningdagi uni so'zlash, uni amal qilish bu uningdan o'zi yuksak bir darajadagi bir cho'ng bir uchinchi bir masala yani. İnsan haqni o'qish, uni bilish masalasi bu jiq odamlar uni qila oladi. Ammo uni e'tiqodiga singdirib, uningga amal qilish masalasi bu nihoyatda ikkinchi cho'ng bir masala. Uchinchisi degan vaqtda uning amal qilishning sirtida boshqa insonlarga yetkazish misolda u haqning o'zini. Boshqa insonlarga so'zlash buning o'zimi nihoyatda o'zi uningdan cho'ng masala. Onun için bu yerda Allah sura duhanın özüde sen Allah bergen yani senin Rabbin bergen nimetni sen sözle deydi de. Sözle degenin özü yani peygamber ve aşını bilgen bütün özü bilgen insanlarga mayli o hayatı şunu o'qib bilsin yoki keyin o'zi o'qish jihatda yoki shundoq unilgan holatda bilsinmi aşının özünü sözleş bu insandaki üstündeki vazife bu hesaplandı. Onun da hem müstehkem turalışının özü hem onun da çoğun bir vazife bu hesaplandı. Yani hak ondak belki onay bir narsa emas. Onunki nayeti çoğun xatarları var, çoğun özü insanlığa keldiğen hakaretleri var. Misal hazır mı şu Kur'an'ı sözlep ketyapmiz. Bu sahada insan tilga og'siz holatda haqoratlarni anglayapmiz. Haqorat qilmayotgan qarindoshlarimiz bor, ulardan Alloh rozi bo'lsin. Tilga oldim Alloh rozi bo'lsin endi. U boshqa nima deymiz? Bir kunsa o'zi Alloh bir insof bersin deymiz. Alloh taologa insof beriklik zaten. Bir kunsa o'ngchilik qilishga ko'zimiz yetiklik uning uchun ularga Alloh rahmat qilsin. Ama Bir savol sormasam bulamdı. Bo'ldi. Masalan, bir adam haqni tunib yetdi. Ondan keyin bu haqni yetkazishga tirishdi-chu, masalanchi. Ana boshqalar deydiki, sen tamam, sen bu Qur'onni o kadar tushunib 1400 yil yanqisi bilmagan olimni sen bilib ketdingmi? Sen shundoq ya biyaninki universitetninki bilmasi bo'lmay, yoki biz Qur'onning hamma narsiga sen to'liq ijro qilib bo'lib, oningdagi kamolat yetgandiki yetkazmamsa degandek manda gaplar bor. Buniga biz qanday muomala qilishimiz kerak? Bu gap to'g'rimi? Endi buning o'zini sal bilib ketdingmi? Shunchalar jiq olimlar tutsa, ular hech nim demagan tutsa degan bu intayin xato narsa. Bu narsa zaten bu bizning zamonimizda bo'layotgan narsa emas. Payg'ambar alayhissalom bütün payg'ambarlarning zamonida bo'lgan ishlar. Payg'ambar alayhissalomning zamonida odatda sal deyotamiz buning o'zini sal bilib ketdingmi? Bizning ata-bobamiz hech narsa bilmabdi degandek undaq sen o nurg'un haqoratlar shu vaqtda bo'lgan. Balki bir odam haqni so'zlasa, uning o'zini e'tirof qilish masalasi ayt qilib qolsin. Kimning so'zlashi hozirgi vaqtda shu insonlarning kallasida singib ketgan bir narsada. Kim so'zlasin, uning og'zidan chiqayotgan narsa to'g'rimi, xatomi? Buni o'zi nim qilish, buni bayqash, buningga o'zi diqqat qilish nihoyat yaxshi bir ish. Ammo uning o'zini sallisi yo'qan yoki nom atoqlari va insonlar so'zlasa to'g'ri bo'ladigan bu odatdagi insonlar so'zlasa u xato bo'ladigan bundaq bir tushunchada bo'lsa yoki o'zi ko'pchilik so'zlasa to'g'ri bo'ladigan 20 odam ani e'tirof qildi, sinikini o'zi bir odam e'tirof qildi, unda bo'lganiki siniki xato. Bu 20 degan birdan o'zi jiq deb o'tirib bundaq o'zi baho berish bu aqlga mantiqqa aslo to'g'ri kelmaydi. Bu yerdagi narsa amaliyotga uygunmi, uygun emasmi? Amaliyot bo'layotgan masalalarni hal qilishda qanday bir rol o'ynaydi bu odamning deyotgan gaplari? Bunun o'zini surishti qilish, uning dalil isboti bormi yo'qmi? Bundaq narsalarni surishti qilish bu nihoyat to'g'ri. Ammo u yerda kim deyotdi? Qanchalik odam e'tirof qilyapti, ko'pchilik e'tirof qilyapti yoki ozchilik e'tirof qilyapti? Bu oz ko'pga qarab uning o'zini e'tirof qilish bosqichiga kelib qolsa, u odam o'zi bir to'g'ri bir maydon turish emas. Bu alqi do'glang tavuz deymiz uni. Qancha jiq odam bir tarafga o'tsa, ha bo'ldi,
jiq odam ma tarafga o'tib deb do'lang a tarafga o'tadigan maydoni yo'q insonlar deb qaraymiz uning o'zini. Zaten Qur'onda shunday deylik. Haq deganning o'zini hech kim e'tirof qilmasa-mu yoki o'zi bir odam e'tirof qilsa-mu, u bir haq. Ming odam ya butun insoniyat e'tirof qilsa bir botilning o'zini, u botil. U asla o'z haq bo'lmaydi, asla to'g'ri bo'lmaydi u narsa o'zi. Masalan, butun insoniyatning o'zi aroq ichsa bo'ldi degan bo'lsa, u vaqtda u butun dunyoda 8 milliard inson o'zi aroq ichsa bo'ldi desa degan bo'lsa-mu, shu narsa o'zi xato. Uning o'zini hech bir insonning o'zi kallasida o'zi aqli o'sha joyida bir inson u xato u deb uning o'zini bir diyalishi mana aytib o'zi mo'yin bir masala. 8 milliard inson uning o'zini to'g'ri deyotsa, sen yolg'iz bir tal turib uni xato deyotsa, deyish u o'zi aql mantiq to'g'ri kelgan narsa emas. Misol bir odamning o'zi to'g'ri gap qilayotgan bo'lsa, odam o'ltirsa bo'lmaydi, ko'k deb gap qilayotgan bo'lsa, uning o'zini sen yolg'iz ash gapni qilyapsa, butun insoniyatning o'zi bu bo'lib deyotsa, deyishning o'zi u bir xato narsa. Uning uchun uni e'tirof qilgan insonlar oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, u hech qanday rol o'ynamaydi. Chunki haqiqatni zodi e'tirof qilgan inson davomli oz bo'lgan tarixda. Uning uchun bu haqni o'ttirib chiqqan odamlar nurg'ulg'an ashunday zulmlarni chekadigan, yolg'iz qoldirildigan, yaklindigan, jamoat tarafdan haqoratlandigan, misol shu mana bu tarixni o'qigan vaqtida hayron qolib payg'ambarlarning zoti butun payg'ambarlarning tarixi ashundaq. O'z qavmi tarafdan, o'z millat tarafdan haqoratlangan, shu yolg'iz qoldirilgan, ashundaq holatda hatto o'ltirmiz deb o'ltirilgan bo'lgan hatto ashundaq o'zi cho'ng nimalar yuz bergan. Ammo bizniki o'zimizning tarixiga kelsakmi, misol shu millatiniki g'amini qilib ashundaq o'zi kurash qilgan insonlar qarshi elinmagan. Mesela Al-Farabi'nin misalga Al-Farabi'nin o'zini o'z zamonida undaq jiq odam bir e'tirof qilgan odam emas. O'lib ketgandan keyin u yoki perishtaga aylanib butun insonlar uni voy andaq de, mandaq deydi. Hozir shu Al-Farabi'nin kitobini akilib mayda o'qib bersa, yana mush molla o'zi e'tirof qilmaydi uning o'zini. Voy bu kafirga deyishdan yanmaydi misolda. Yusuf Xosajib deymiz, Mahmud Qashqar deymiz. İnsanlar yani öz milletimiz, alimlerimizni e'tirof qilmoq nurg'unlari, hattoki haqorat qiliqlik, hattoki hozirgachilik. Shu Al-Farabiniki, Yusuf Xosajib, Mahmud Qashqarning kitoblarining o'zini beboshdan o'z o'qib, boshdan oxir ash kitobni o'qib tugatib baqqan odamlar endi barmoq sanoqdek va desak, endi biz bilmagandik uni undaq yakun chiqarib olmaydi. Lekin u bir qancha % chiqishi mumkin. Başdan ahir öz o'qib chiqqan insonlar. Xuddi bizniki ajdodlarimizdan o'zi hech qanday bir olim chiqmagandek, faqat mush arablarning hikoyasini o'qisa, ilm o'qigan bo'lgandek, mundaq bir holat bizda shakllanib ketdik. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, kim desin, mayli o'zi uning o'zini bir musulmon olim desin yoki payg'ambar desin, yoki bo'lmaydi uning o'zini bir mushrik desin. Onun ağzından çıkan narsa to'g'ri bo'lsa, o haq bo'ldi. O to'g'ri narsa bo'lgan bo'ldi. Uni e'tirof qilish o'zi bir insonniki majburiyat degan gap. Ya'ni to'g'rini to'g'ri deyish bizniki o'zi insonlik vazifamiz yani. Yani Sör Yunus'nik 30 yani tugudimi ya nimalar? Yo'q, tamam, 5'teki sualga cevap berdiler. Aqışda mesela sen çoqqu maşınınga üzden to'liq amal qilib bo'lgandan keyin kamalat yetib bo'lganligi anda so'zlamamsa degan gapga nisbatan masalanchi. Endi bu yerda Qur'onning ichida nurg'un nimalar bor, endi insonlarning qilishiga buyurilgan ishlar bor. Oniki bir qismlari misol inson hayot vaqtida qila oladigan ishlar bor. Bir qismlari vaqti kelganda, fursat kelganda qiladigan ishlar bor. Misol jihad masalasi deymiz, ya'ni vatan uchun kurash qilish masalasi. Undaq masalalarning o'zida qo'liga qurol olib turib kurash qiladigan bundaq masalalar bo'lgan vaqtning o'zidami? Bundaq ishlarning o'zini
shu ishni qilish vaqti kelgan chog'da qiladigan ishlar bo'ladi. Uning oldida uniki boshqa shaklni qiladigan ishlar bo'ladi misol. Uning uchun Qur'oni Karimning ichidagi butun farzlarning o'zini bir inson hayotida 100% ado qilgan insonlar asosan bo'lmaydi deyishga bo'ladi. Chunki u alqi o insonning hayotida shunday bir fursat kelmay o'lib ketgan insonlar bo'ldi. Qilgan ishlar bo'ldi, masalan, namoz o'qish, ro'za tutish, haj qilishga o'xshash, masalan, kishilar xayr ehson qilishga o'xshash, kishilarga tabliq qilishga o'xshash bunday ishlar bo'ldi. Bu ishlarning o'zini ko'p insonlar qila oladi. Ham qo'ldan kelgan ish bo'lganligi qila oladi, ammo uniki cho'ng ishlar kelgan vaqtda jamoat bilan, millat bilan umumyuzlik bunday qilgan ishlar kelgan chog'da shu vaqti kelganda, fursat kelgan chog'da qilmasa, vaqt kelishdan burun qilgan ishning o'zi mag'lubiyat bilan oxirlashgan gap. Hozir biz haq-nohaq masalasi ustida to'xtalyapmiz. O haq-nohaq masalasi deganning o'zi, ya'ni u ishni qilgan vaqtida uniki cho'qim to'g'ri bir natijaga erishish uchun u erishadigan vaqti, fursati kelgan vaqtda qilgan vaqtda u haq bo'lgan gap. Shuning uchun bu yerda sen uni tamoman qilib bo'lgan vaqtda uning uchun kemmamsa degan gapning o'zi tamoman o'zi oqmaydigan bir gaplar. Misol, o'sha odamning o'zimi o qadar o'z gapni qilgan bilan hech qanday bir ish qilmoqlik yoki qismini oz sonlik bir ishni qiliqlik, u gapini nima ish qiladi desa, boshqa odamni gap qilmaslik uchun deydi uni o'zi. Hozir deyotdi-ku, misol bizning o'zim deydi, meni shaxsan voy u degan o'qimagan, oyatning o'zini tuzuk o'qiy olmaydi degan gaplarni qaysalib. Bu bizniki misol 56 yoshga kirgan bir odam, ba'zi vaqt bu xat ushshoq, uni o'qiy olmay qolgan ishlar bo'ladi. U tataslab o'qiy olmay qolgan vaqtning o'zida u odamning o'zi hech nima bilmaydigan inson bo'lmaydi. Sen u yerda deyotgan so'zlarniki amaliyotga uyg'un emasmi, Qur'oni Karimniki o'zi maqsad muddaosi uyg'un emasmi? Buning o'zini surishtir qilish kerak. U yerda u odamniki yoki nurg'un so'zlarda misol darhol tep bo'lamay u gapning o'zini tataslab qoldigan ishlar bo'ladi. Bundaq vaqtning o'zida sen andaq kelsiz, mandaq kelsiz deb u odamniki ahvol qarta ma'ni etmay, u odamniki og'zidan chiqayotgan gap to'g'ri gap chiqyaptimi, xato gapmi, buniga diqqat qilish lozim. Ya'ni u odamniki qalpig'i muhim emas. Qalpig'ining o'zi damolla bo'lsin yoki bo'lmaydi, Misr Azharni bitgan doktor, professorlar bo'lsin, u hech qanday ahamiyatli emas u narsa. Faqat shu odamning og'zidan chiqqan narsa to'g'rimi, xatomi? Buningga qarash kerak. Amaliyotga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Buning qarash kerak yani. Shuning uchun sen o'qimagan bo'lsang, sen o'z hech nima bilmay turib, uningdekini so'zlayapti, seni degan to'g'ri, nim xato. Deyish o'zi hech qanday aql mantiq qabul qilgan narsa emas. Bu yerda nurg'un programmalar dedik, misol mayli olim desin, mayli kim desin, u gapning to'g'risiga to'g'ri, xatosiga xato deb o'zi qarash bu insoniy bir axloq. Misol men shu nimadan o'zi shu tuzumlar ichida nurg'un tuzumlarni o'qib chiqib bo'ldim. Shu mayli sotsializm bo'lsin, kapitalizm bo'lsin, kommunizm bo'lsin, demokratiya bo'lsin, misolda laik bo'lsin, shu tuzumlarni hammasini o'qib chiqdim asosan. Shuning ichida nurg'unlagan to'g'ri narsalar bor. Misol u to'g'ri narsaning o'zini sen ko'zingni yumbabligi xato deyishga qanday sen o'zi inson bo'lsa vaqtning o'zida. Mayli uni Marks yozsin, mayli o'zi boshqa odam yozsin, uning bilan bizning ishimiz yo'q. Ammo uni yozgan narsaning ichida nurg'un to'g'ri narsa bor, xato narsa bor. Misol Angliyaning qonun deymiz, Yevropaning qonunlarining ichidami biz qabul qilolmaydigan qonunlar bor misol. Uni zaten bizni shu qonunni qilsa, shuning o'zi qonun, buni sen ijro qilsa deyotgan odam yo'q. Uning uchun u yerdagi narsamiz xatosining o'zini biz qabul qilmaymiz o ishning o'zini. Misol erlar bilan ayollar bilan bir uyda yashaydigan bunday ishlarning o'zini qabul qilmaymiz odatda. Uni to'g'ri deb qaramaymiz. Hamda o'z davlatimiz sen shunday yashaysa deb o'z hech kimni majburlamaydi. Unda bo'lgandan keyin to'g'risini qabul qilamiz, xatosining o'zini bu xato deymiz. İsyan qilmaymiz, xato deymiz zaten. Agar o'z qo'limizdan kelsa, mush narsa xato deb o'zini davlatga iltimosimizni sunsak bo'ladi. Unda hech qanday narsa yo'q. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda
insonniki qaysi millat bo'lishi, misol bizda bir arab kelib, hech qanday diniy sohada o'qimagan bir arab kelib arabcha so'zlasa, u xuddi shu perishta kelib so'zlayotgandek, shundoq o'zi uni e'tirof qilib ketadigan ishlar bor. Masala bu emas. Arab so'zlasin, ingliz so'zlasin, uyg'ur so'zlasin yoki boshqa millat so'zlasin, kim so'zlasin, u to'g'rini so'zlayapti yoki xatoni so'zlayapti. Masala bu. Qilgan so'zi to'g'rimi yo xatomi? Bu orqali o'zi xato to'g'ri bilan baholash kerak uni o'zi. Qaysi millat qanday qalpig'i odam so'zlasa, u to'g'ri bo'lgan. Yoki hech qanday qalpig'i yo'q, yoki odat yana bir millat so'zlasa xato bo'lib qolgan, bunda qoida aslo mavjud emas. Misal Sura Secde'nin 10. ayetida haqqal qavlu minni la'amlanna cehenneme degan şu oyatning oxirgichilik shu nimqa vaqtidimi? Meniki cehennemning o'zini inson va jindan to'shqizma degan so'zimning o'zi haq bo'ldi deb Alloh taolo shu Qur'onda shuni deydi. U nima degan bo'lsa, men inson bil jinning o'zi bilan yana to'shqizmoqchi yo'qim. Qanday bo'lishni qatnaysiz degan so'z emas. Bu nima degan bo'lsa, ularning qilgan ishi o'sha kirishga o'zi haq bo'ldi. Ya'ni ularning haqqi shu. Ya'ni ular qilgan ishiniki natijasini xulosalagan vaqtida, misol, ash xulos chiqdi, uning uchun jahannamga kirish ularning haqqi degan ma'no chiqadi misol. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ yani Sura Mü'min'in 71. ayetida oxirgichilik. Yani bu nima degan bo'ldi desa, bu oyatda agar haqiqat ularniki orzu havaslariga ergishadigan bo'lsa, u vaqtda ish tamoman o'zi ostin ustin bo'lib ketgan bo'ladi. Bu nima degan bo'ldi desa, haq bo'lgan, yani haqiqat bo'lgan bir narsaning o'zi botil bo'lgan, xato bo'lgan bir narsaga ergashgan vaqtida u tamoman o'zi vayron bo'ldi degan. Şuna bir rivoyat var. Qachoniki ish o'ziniki ahli bo'lmagan odamga topshirilgan vaqtda qiyomatni ko't degan bir so'z bor. Bu nima degan bo'ldi desa, ishni bilmaydigan bir odam ishniki beshiq, yani bir ishnikni qilmoqchi, u ishni bilmaydigan bir odam u ishning beshiga keldi. Demek ki şu işinin kıyamet aşağıda başlandı yani. O işini bozuldu da o. Başka neymiş kılıdı? Mesela biz az siyaset doğruluk ötken de bir programda sözlük. Siyasetin üstüge siyaset bilmeydiğin bir adam gelse o vaxtda o yerdeki bizdeki siyasi işlerimizni veyran kıldığın gibi. İktisatın üstüge iktisat bilmeydiğin bir adam gelse iktisadımızı veyran kıldığın gibi. Onun için Kur'an'da amanetini ehliga beriş, o amanetniki ehliniki hakkı o hesaplandı. Mesela bir aşxanaga say qo'ruydiganга bir odam olmoqchi bo'lsak, shu sayni qo'ruydigan, say qo'rishni biladigan bir odamga o berish, u yerning o'zini qozon beshini, o saychiniki o'zi haqqi bo'ladi. Agar biz o sayni qo'rishni bilmaydigan bir odamni o yerga akib qo'ysak, u vaqtda 2 kunda oshxonadan xaridor qochib ketgan gap. İşimiz tamamen ziyon bilan oxirlashadi. Shuning uchun Alloh taolo nima deydi desa, qandaq yer bo'lishni qat'iy nazar u yerga u haqqi bo'lgan insonlarni yoki ish bo'lsa to'g'ri keladigan haq bo'lgan ishni shu yerda qilish bu insonga manfaat keldi. Misol o'tganda bir o'zi kurash qilish to'g'riliq so'z degan vaqtimizning o'zidami shu gaplar chiqdi. Misol vatan uchun kurash qiladigan vaqtida vatan uchun kurash qiladigan shart sharoit to'liqlangan vaqtning o'zida, ya'ni kelgan vaqtda kurash qilmaslik nihoyat og'ir jinoyat deb hisoblandi. Ya'ni kurash qilish haq bo'lgan vaqtda kurash qilmaslik bu insonlarniki o'tkazgan eng og'ir jinoyat bo'ladi va uning haqqi nima bo'ladi? Kurash qilmaganning haqqi nima bo'ladi desa, u o'zi yo'q bo'lish yoki zulm, qattiq o'zi zulm chekish bilan oxirlashadi. Endi kurash qilish, yana misol qurolliq kurash qilish deyli. Qurolliq kurash qilishniki vaqt kelmagan vaqtda qurolliq kurash qilish degan vaqtda
u millatni yana vayron qilish bilan oxirlashgan gap. Yani her narsaning o'zini shu o'z vaqtida, yani siyosatni siyosat qilgan vaqtida, qurolliq kurash qilgan vaqtida qurolliq kurash qilish, shunday har narsani o'z vaqtida qilish, o'z yo'lida to'g'ri qilishning o'zi nima bo'ladi desa, u ishniki haqqini bergan bo'ladi, to'g'ri haqqini bergan bo'ladi. U inson haqqini qanday qiladi degan vaqtda u o'zi agar vatan uchun kurash qilgan vaqtda vatanni ozod qilishdan iborat bu haqqiga erishgan bo'ldi inson. Yani o insonlar shu vatanniki mustaqilligiga erishish u insonlarning haqqi bo'ldi degan gap. O'z vaqtida uning loyiq, to'g'ri o'zi kurash qilganligi uchun u vataniga erishish ularning haqqi bo'ldi. U odamlar vatanga erisha olgan gap. Shunga u yerdagi narsa nima degan vaqtda uni to'g'ri qilmay, uning o'ziga oldiga chiqqan insonlar, to'g'ri insonlar chiqmay, uning loyiq bo'lmagan insonlar chiqqan vaqtda u ish tamoman vayron bo'ladi. Undan vayron bo'lgan vaqtda biz uniki to'g'ri haqqini berolmagandan keyin bizning oldiga haqqimiz nima bo'ldi? Mag'lubiyat bo'ldi degan gap. Yani o'zi sura Rumniki 47-oyatdami kana haqqan alayna nasrul mu'minin degan mush oyatning o'zidimi mu'minlarniki Alloh taolaning kitobiga to'g'ri o'zi amal qilgan, uniki haqqini to'g'ri berib, har ishda o'zi shuni muvofiq ish qilgan mushundaq mu'minlar bo'lsa, u mu'minlarga bizniki yordam qilishimiz haqqi bo'ladi deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, Alloh taolo osmondan farishtalarni tushirib, yoki Alloh taolo o'zi tushib o insonga yordam qiladi o mu'minlarga. Unda qilmaydi. O mu'minlar to'g'ri ish qilganligi uchun to'g'ri ishniki haqqi nima bo'ldi desa, g'alaba oxirlashgan gap. O g'alba qilish, g'albini qo'lga keltirish, ya'ni g'albini qo'lga elish, u mu'minlarniki haqqini qo'lga olganligi deb hisoblangan gap. Bu alqi xuddi yerga bug'doy tergan inson shu bug'doy oladi, qo'noq tergan inson qo'noq olganga o'xshash, inson dunyoda qaysi ishqa qanchalik o'zi holatda ajr singdirsa, shu ajrsiz qarta u haqqini oldigan gap. Shuning uchun bu yerda haq masalasi kelgan vaqtida bu nihoyat o'zi bizniki milliy masalamizdan tortib, odatdagi shu turmush, odatdagi oila turmush, o'zimiz shaxsiy turmushlargachilik qadar uning hammasiga mos keladigan bir kelima. Her ishda biz shunga loyiq harakat qilgan vaqtda, to'g'ri harakat qilgan vaqtda uniki yaxshi natijasini elish bizning haqqimiz bo'lgan gap. Uning o'zini biz manchilik narsaga erishibmi deyishning o'zi hech qanaqa hojat yo'q, chunki erishgidek ishni qilgandan keyin u erishadigan gap. Yana o'zi sura Yunusning 103-oyatida kazalik haqqan alayna nunjil mu'minin degan mush oyatning o'zidami yana yuqorqi o'zi bir qancha oyatlarni xuloslab kelib bizning ustimizga mu'minlarni najot topqizish u bizning ustimizdagi haqqi bo'ldi deydi. Bu yer nima bo'ldi desa, Alloh taolo o'zi kelib insonni mu'minlarning o'zini najot topqizish bizning ustimizdagi uning haqqi deganlik emas. Mu'minlar shu qilgan yaxshi ishiniki, to'g'ri ishiniki natijasini elish, yana o'zi bizniki prinsipimiz bo'yicha u o'zi shu mu'minlarning haqqi bo'lib qoldi degan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi nasl nima degan vaqtida har odam o'ziniki qilgan ishi qarta, yani nima terisi shuni oladi degandek o'zi yani nima tergan bo'lsa, o tergan narsa qarta shu natijasini elish u odamning haqqi bo'ladi degan o'zi ma'noga to'g'ri keldi. Shuning uchun bu yerdagi hech qanday ish qilmay turib, misol bizda bu ishlar davom qilib uzun ketmay 97-yili haramga borgan vaqtida shunday bir parokanchilikni ko'rib ichim siqilib ketgan. Shu Muzdalib nima? Mina deymiz, Muzdalib deymiz, Arafat deymiz, Ash'aristda shu top Uyg'urlar shu
ay duo qilayotgan zodi, ah gök zodi, vatanning mustaqilligi to'g'ri duo qilayotgan shunchalik o'zi. Endi agar duo qilish bilan ish bitadigan ish bo'lsa, men o'ylaymanki, vatan ming qatim az bo'lsa ozod bo'lgan bo'ladi. Biz uningga vatanni ozod qilishdan iborat kurashni qilmaganligimiz uchun uningga loyiq o'zi biz haqqimizni ololmadik. Shuning uchun bu yerdagi narsani bu degan vaqtida o'z vatanni ozod qildik holatda bir o'zi kurashni qilgan vaqtida u narsa qo'limizga mutlaq holatda keladi degan gap. U bizning haqqimiz hisoblandi. Endi bu Qur'onda yana sura Ibrohimdagi 27-oyatida yusabbitullohul amanu bil qawli sabit fil hayati dunya va fil oxirah va yudillullohuz zolimin va yaf'alullohu ma yasha degan oyatning o'zidimi shu haq, nohaq, ya'ni haqidagi oyatlarni xuloslagan shaklda bunda bir bayonotlar bor misol. Qavli sabit, yani ispatlangan yusabbitullahul amanu bil qavli sabit fil hayati dunya. Hayatı dünyada o'zi qavli sabit Qur'oni Karimga o'zi ishongan insonlarni hayatı dünyada o'zi Alloh taolo isbot qilib ko'rsatdi insonlarga. Va oxiratda isbot qilib ko'rsatdi deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, Qur'oni Karimga ishinib shu bo'yicha shu ko'rsatgan bo'yicha ishlarning o'zini to'g'ri hal qilgan insonlar dunyodami g'alabaga erishgan degan gap bizga nisbatan. U qosidasi misol Payg'ambar alayhisolamning zamonasida Payg'ambar alayhisolam boshchiligida Qur'oni Karimning yetakchiligida har masalaning o'zini Qur'oni Karimdagi prinsiplarga solish orqali to'g'ri hal qilib manganligi uchun u yerdagi o'zi bir o'chim bo'lsa-mu shu musulmonlar oz bo'lish sifati bilan davlatni qurib shu g'alabaga erishgan. Mana shuning o'zini nimani bildirdi desa bu isbot. Bu Qur'oni Karimga to'g'ri o'zi eslab her ishining o'zini Qur'oni Karim orqali to'g'ri hal qilib mangalasa u odamlar o'zi bu dunyoda g'alabaga erishadiganligini bildirdi degan gap bosh isbotga asosan. Oxiratga degan vaqtda qiyomat kunida ey Xudo, men o'zi musulmon bo'lgandim, mu'min bo'lgandim, Qur'onga ishongandim. Endi bu Qur'onga shunchalik ishonsammi, men dunyoda hech qanday o'z vatanimning mustaqilligini ololmadim. Ya ko'maydi bu o'z Qur'onning hech qanday foydasini ko'rmadim desa, u vaqtda hech qanday nima qilmaydi. Chunki bu yerdagi narsa nima desa, uni to'g'ri amal qilish masalasi bor. Men to'g'ri amal qilgan insonlarga Alloh taolo nima deydi degan vaqtda, to'g'ri amal qilib g'alaba qilgan insonlarni andaq bo'lsa, ma odamni nima uchun g'alaba qildi? Bu odamlar shuni to'g'ri eslab qilganligi uchun men g'alaba qilgan, buning o'zi isbot. Agar sen buning to'g'ri ishinib, to'g'ri amal qilgan bo'lsang, sen mushular o'zi qozongan g'alabalarning o'zini qozongan bo'lading deb o'tirib isbot qildiganligini o'zini ko'rsatdi. Yani bunun o'zini degan vaqtida dunyoda qilgan ishning hammasi oxiratda u odamniki qaysi narsaga haq bo'lganligini ko'rsatadigan bir narsa bo'ladi degan gap. Yani qaysi narsaning o'ziga erishadi shu vaqtda. Haqqi nima bo'ladi? Yani o'zi jannat bo'lamdi, jahannam bo'lamdi, uning erishish, yani dunyoda qilgan ishniki işi qarta bo'ldi. Chunki Qur'oni Karimda bir oyat bor. İnsanlar dunyoda qilgan ishiga qarta go'ro'ga ilindi qiyomat kunida degan. O go'ro'ga ilindi degan nima degan bo'ldi desa, ishni oyoq qo'yib turib, ishi qarta insonning o'zi to'g'ri ish qilgan bo'lsa, yaxshi ish qilgan bo'lsa, Alloh ko'rsatgan prinsiplarga sep turib to'g'ri ish qilgan bo'lsa, u ish u insonni jannat kirishga go'ro'ga nima qilgan gap. Madem cennet kirisi buldu dep o'zi işi qarta Alloh taolo anınga o'zi anda xulos chiqardi. Dunyoda nima bo'ldi degan vaqtda dunyoda u odamniki ishlari to'g'ri bo'lgan bo'ldi, g'alba natijalarini qo'lga keltirgan bo'ldi. Agar u odam xato qilgan bo'lsa, xato ishni jiqqan bo'lsa, u odamning qilgan ishi
qiyomat kunisi u odamniki jahannam kirishiga o'zi sabab bo'ldi. Bu vaqtda u ishi jahannam kirishga go'ro'ga olgan bo'ldi shu ish odamning o'zini. Ya'ni ma ish bu odamning jahannam kirishiga layoqni to'shqazgan bo'ladi deb ishning o'zi uningga bir xulos sifatida o'ttirib turdi degan gap. Xudalqi bir odamga ma'nosini bersang, men ma'nosini go'ro'ga qo'ysam deymiz-ku. Mesela xuddi shunga o'xshash, mesela ma telefonning o'zini sana go'ro'ga qo'ysam, mayarsa o'zi 100 koy berib tursam, men 100 koyni tep ekib bergandan keyin telefonini bersang degandek o'zi go'ro'ga qo'ydigan ishlar bor. Xuddi shunga o'xshash, ishni go'ro'ga qo'yib, undan keyin bizni o'zi kirdigan yerga andaq kirdigan. Onun uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtida haq bo'lgan narsaga erishish u o'zi o'zimizniki saviyasi, o'zimizniki qilgan ishiga qarta bo'lgan narsa. Bu yerda batil mana shu ashniki tamoman qarshi so'p hisoblanadi. Yani haq deganni inson dunyoda qilgan ishniki mayli to'g'ri ish qilgan bo'lsin, mayli xato ish qilgan bo'lsin, shuniki eng oxirida oldigan natijasi shu odamning haqqi bo'lib hisoblanadi. Haq degan kelimaning o'zini xuloslagan vaqtida. Haqiqat deganning o'zini xuloslagan vaqtida, yani to'g'ri narsaga esilgan inson oxirsida to'g'ri natijaga erishadi degan o'zi bilan xulosalandi. Ha. Aşna iş endi qanday gap demoqchimi ya? Bu yerdagi masala nima degan vaqtda Qur'oni Karimda Alloh taolo inson bil jinni nima uchun yaratganligi haqida bir o'zi bizga bayonot berdi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun debdi. İnson bil jinni menga itoat qilsin uchun yaratdim dedi Alloh taolo. Yani Allah Teala'ga itaat qilgan insonlarniki hammasi yaxshi natijaga erishadi. Itaat qilgan degan hamda og'izda emas. Og'izda uni e'tirof qilish, qalbida ham e'tirof qilish, ham o'z amaliyotida shuni qilish degan gap. Qilgan vaqtda u odam u Alloh Teala'niki kitobidan iborat buning o'zi itoat qilgan bo'ladi. U odamni kirdigan yeri jannat bo'ladi yani. Chunki amali shu yerga olib gap. Hamda u yerdagi narsa nima desa, rahmat yo'li kirdi deganning o'zi u qilgan amalning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. O ish qilma, bu qadarchilik-ku bularni hammasini qilayotgan gaplar hammasi shu qadarchilik. O Alloh taolo xohlagan odamning o'zini jannatga kirdi. O kimga marhamat qilsa, shuni o'zini akirdi. Bunda qarab quvg'inchiga o'xshash, quvg'in o'xshabdi, ashning o'zini mayagini qo'lay, quvg'inni o'zini eshakka berib atay degandek o'zi bir tushunchada bo'layotgan odamlar. O ravoyatimi shunga to'g'ri keladigan narsa asli. Ammo bu yerda undaq bir narsa yo'q. Alloh taolo insonni itoat qilish uchun, o'ziniki qonun prinsiplariga itoat qilish uchun insonni yaratgan bo'lsa, ya'ni Qur'oni Karim zaten ashtaq deyishlik, u inson Alloh taolo Qur'oni degan bo'yicha u Alloh taoloniki qonun prinsiplarining o'ziga itoat qilib, shu bo'yicha ish etmagan bo'lsa, demak u odamning qilgan ishi o adamga o'z kepil oldu degan gap. Qur'ondagi oyatlar bu masal. İnsanlarniki amali o insonlarniki o'zi insonniki insonni go'ro'ga nima qiladi degan oyatning o'zini qarshiligiga to'g'ri keldi-da misol. Buning asosan u rivoyatlarning hammasi xato bir rivoyatlar, ham o'zi amaliyotga hech qachon uyg'un emas. Oyatning o'zi asli go'ro degan oyat. O nima degan vaqtida Xudo payg'ambar alayhisalom zirchaparning o'zini nimadan yahudlardan
ep turib, onun bir narsani görüp qo'ygan bir rivoyatlar var. Peygamber sallallahu tarixdan bor bu narsa. O görüp eriştigen o'zi, "Ani bersen mani berme" degende bir narsa endi. Ben mani qo'yib qo'ydim. Agar men mani yo'q deb qo'ysam, ani sizning oldu degan gap. Ashuna barobar bir narsani qo'yib qo'ydigan gap. Agar ani yo'q deb qo'ysak, ani bermaydi. Xuddi shunga o'xshash, o yerda bizni qilgan ishimiz, bizni görög oldigan gap. O vaqtda qilgan ishimiz agar bizniki jannat kirishga layoqimizni to'shqatsa, demak, o bizniki jannat kirishimizga aşı amal nim bo'ldi degan gap. Vesile oldu. Vesile oldu degan gap. Olmaz bu dünyada nima uchun insonlarning o'zini yaxshi ishni qil, yomon ishni qilma deb insonlar bundaq deyishga nima hojat bor? Ondaqda Allah Taala kimga marhamat qilsa shu jannat kirdik-ya, kimga g'azab qilsa u jahannam kirdik-ya. Bizni bu dunyoda yaxshi yomon ishlarni qilimi deb undaq chaplashlik hech qanday hojat yo'q-ya deb tugatsak bo'ldi uning o'zini. Ondaqda Allah'ın rahmetinden ümitsizlenmezlik, onun rahmetinden soraş meselesi şu. Bu so'rash masalasi u inson bo'lish sifatimiz bilan o'zimizni ojiz bir inson bo'lish sifatimiz bilan to'g'ri. Ey Alloh, meniki o'z gunohimni kechirgin va marhamat qilgin deyishimiz to'g'ri. Ammo marhamat qilgin deb lekin yetib hech qanday marhamatga loyiq ish qilmasak, u quruq gap uning o'zi. Shu Qur'oni Karim nima deydi desa, misol Sura Baqarniki qancha oyatniki nimasi esimda yo'q. Hacga borganlarning o'zi shu yerda Rabbana atina fid dunya va ma lahu fil oxirati min xalaq. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Ulaika lahum mimma kasabu degan oyat bor-ku. Bu nima degan bo'ldi desa, bir qism odamlar, "Ey Xudo, bizga dunyoda o'zi bir yaxshilik nasib qilsang" deb dunyolikni tilaydi. Bu odamga oxiratda hech narsa berilmaydi. Chunki oxiratda ish yo'q odamlar bular. Bunun için ahirette hiç qanday onunla bir narsa berilmeydi. Yani bir türlük adamlar, "Ey Xudo, dunyo va oxiratda bizga yaxshilik nasib qilsang" deydigan odamlar bo'ladi. Bu shu ikki türlük odamlarga berilgan javob nima desa, "Ulaika lahum mimma kasabu." Ularning qilgan ishiga loyiq berildi, berilgan narsa. Berilgan narsa. Yani sen şunu bana "Ey Xudo" de, tamam. Biz amenna deb turimiz o gapga. Lekin sen onun loyiq bir ishni qilmay turib, u Xudodan tilishing, u sizga hech qanday natijaga erishmaydi. Ya'ni insonlarniki bu yer chiqadigan natija nima degan vaqtda duo qilishing, Xudodan tilishing xato emas. Sen bir inson bo'lish sifatingdan duo qilsang bo'ladi. Va lekin duo bilan ish bitirim deyishing hammasi quruq gap. Shuning loyiq ish qilmay turib, buğday termay turib, "Ey Xudoyim, buğday va qo'y vaqmay turib, paxlayim ketdi" deyishingning hammasi quruq gap degan gap. Shuning uchun u yerda nima degan vaqtda sen shuni loyiq ish qil, uningga sen erishsa degan gap endi. Faqat Qur'oni Karimda bizga duo sohasida Alloh taolo bizga nima qilgan, buyurgan duolar nima degan vaqtda xato, yani ishimizda o'zi xatolik bo'lgan bo'lsa, shu xatolikni Xudoning kechirishi, bir xato ishni qilib solgan bo'lsak, uni o'zimiz bilgan bo'lsak, ikkinchi qilmaslik uchun tavba qilish haqida duo qilish. Bu ikki tal duoning o'ziga Alloh taolo Qur'oni Karimda buyruqliq. Yani "Vastagfirhu innahu kana tawwaba" degan oyatlar var. Misol shunga o'xshash Nurg'uyada Alloh taolodan kechirim so'ra degandek oyatlar var. Bu nima degan vaqtda xatolik o'tkazgan inson Allohdan kechirim so'rash. Yani Allah bilan insonning orasida ish bo'lgan bo'lsa, masalan namoz o'qiyolmay qoldi, yoki vaqtida o'qiyolmay qoldi, yoki ro'za tutolmay qoldi. Yani ibodat sohasidagi bundaq bir ishlar bo'lgan bo'lsa, Alloh bilan inson o'rtasidagi ishlar bo'lsa, u vaqtda Allohdan kechirim so'rash bu bo'ladi degan gap. Hattoki inson bilan insonning o'rtasidagi ish bo'lsa-mu, u vaqtda o'zi masalan men bir odamning o'zini ranjitib qo'ydim. Ranjitib qo'ygan vaqtda u insondan men o'zi kechirim so'rashim, u o'zi meniki qilishga tegishli majburiyatim bo'ldi. Masalan, uni g'aybatni qilib soldim. G'aybatni qilib solgan bo'lsam, birodar, men seni g'aybatni qilib solgandim, men sen meni kechirgin desa, bu odamning o'zi meni kechirsa, inson bilan meni oramdagi ish tugadi. Hamda Alloh bilan meni oramdagi ish qilib qoldi-da.
u nima degan vaqtda Alloh Qur'oni Karimda g'aybat qilmanglar degan buyrug'i bor. Men shu buyruqqa amal qilmaganligim uchun Allohdan anandaki men kechirim so'rayman. Bu yerda o'zi, bo'ldi ama ishni egitildi, men o'zi qoqishib qo'ygandim, o'sha odamdan kechirim so'radim. Tugidi bu ish deyilgan bunday ish yo'q. Allohning qonun prinsiplariga biz amal qilmaganlik uchun uni Allohdan aki odamdan o halollik turklashlar aytdi-ku, halollik qilib bo'lgandan keyin, andan keyin Allohdan Alloh Xudo endi sen kechirgin desak, u to'g'ri bo'ladigan gap. Shunalqi nurg'un ishlar bor bu yerda. Faqat hamma narsani mush qadarchilikka nemisda bu avjab ketgan, hamma narsani Xudoga otib qo'yish, undan keyin hech qanday bir narsa biz ish qilmasakmi, o YouTube'da bir odamniki duo nima haqi o'qitayotgan yerini ko'rib qolgandim. Sen mush oyatni o'qisang bo'ldi, ish qilmasang o'zi hech qanday sen o'zi jeningni baqiyverish deb deyotdi odamgacha. İşte de yolda bakina. Yani sual çok bir sorulap kaldı. Yani bir sualım. Yani bizi bayat ne yakısıladık toğır iş kılanın ki çokum toğır neticesi buludu diyen bir ilgili sürüp geldiler. Orun programlardan bu tekrarlandı. Bir adam toğır iş kılış şu kadarcık tirişme bazen tətü kildiğen işler 101'de oylamagan bir yerlerden ziyan kildi, ya ki bir zahmet kildi. Bir kanda buludu. Uçadı o adam ben şu kadar toğır kıldım hem işin cayda ama yanımda bulap kaldı dep özür etişka ya ki tırnak tatlaşka sebep olduğun hayatımızı beşimizi kilidi hem de. Bunda çağda bunu hem de sınav dep düşünüp geldik. Enenevi düşüncelerimizde. Ve hatta bazı izahatlarda eğer okşaş bir musibet birisinin bir işkedenden bir şey geldi, biri kafir, biri Müslüman olsa Müslümandan bir şey gelgene sınav oludu, kafirden bir şey gelgene ceza oludu diyen şekilde izahatlarını anlap geldik de. Endi bu ayrım bir temi bo'lgan taqdirda mı hazır şu nima itibariyle bir soğum kelib qoldi. Sınaqni qanday tushundingiz o zaman? Aslida bu dunyodagi insonlarning hammasini qilayotgan ishi shu sinoqning ustida ketayotgan ishlardi. Sinoqning ustida ketayotgan ishlar. Endi bu yerda jiq odamning kallasidan o'tmaydigan masalalar bor. Chunki Qur'onni o'qib ko'rmagandan keyin Qur'onda bir oyat bor, Sura Baqarniki qancha oyat aniq esimda qolmabdi, 5 tarafda. İnnellezine amenu vellezine hadu ve nesara ve sabiine men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan felehum ecruhum inde rabbim ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun diyen bir ayet var. Bu nim degan bo'ldi desa, nurg'un odamlar o'ylaydi. Endi biz shu iymon sohasida nihoyatda murakkab bir iymonlining o'zini o'zimizga nima qo'ygan. Hem Kur'an'da bu nait keng dairde keng özü bir urunda urneliklik. Bu neymi dese? Misal innellezine amenu diyenin özü mu'minler, vellezine hadu Yahudlar ve Nesaralar yani Hristiyanlar ve Sabiine diyenin özü başka dindekiler. Bu yani çik misalde. Her kandak dindekiler diyen mananı öldürdü. Allah'a işengenli olsa, ahiret işengenli olsa, ulanın kığa işi zaya kılınmaydı. Kıyamet günü onun ecri verildi deydi. Ular korkup kaygırmaydı dedi. Kur'an'da bunu deyildik. Bu ne diyen bolduysa, misal Müslüman desek neyme? Müminle değil. Mümin boğan adamın özü adette Allah'a işlersin şerik koşmaydı. Şerik koşmayan adam mümin boldu. Allah Teala işen diyen şu 5 türlük näsik işengen boldu ve o ki ibadeti süftide namaz bilen rozunu okugan boldu. Misal. Bu adamını mümin deymiz. Ve Nesara alçıyor dese, misal Allah Teala nima Peygamber Aleyhisselam'ın ki zamanski Nesara aldım hemmisini özüge batdı bu. Yahudiların hemmisini. Uzeyr Allah'ın oğul deydigan, İsa Xudanın oğul deydigan. Sabiin diyenin özü bütün başka dindikiler. Ben başka dindiki insanların ki nesillerini kökenligim için bu yerde bu neslini sözlevatım mı? Hatta ki Buddhistlinin özümü adette o Kur'an'daki min dunillahi diyen ayetler var o. Ola özü
Allah uni Qur'ondagi tarjimalarda Allohdan boshqa narsaga cho'qingan deb undaq tarjima qiladilar. Asli unday emas. Allohning tövündeki narsalarga cho'qingan degan ma'noni nima to'g'ri chiqadi bunda. Masalan, butlarni, insonlarni shu Alloh bilan o'zining orasiga vosita qilib olgan. Shafaatchilar ashtaq nima qiladi u? Hozir butun o'zi shu musulmon deyotganligi 199% desak bo'ldi, hammasi payg'ambarni, mujohidlarni, sahobalarni, o'ziniki olimlarini yoki o'zining pirlarini orliqqa misol vosita qiladi Alloh bilan o'zining orasida ko'rik rol o'ynaydigan qarta. Qiyomat kuni bizga shafaat qiladi deb qaraydi bular. Mush insonlarning hech birisini Alloh taolo sapdan chiqarib atmoqchi. Sapdan chiqarib atmoq. Ular nima deydi desa, shirk keltirishga Alloh taolo cho'ng gunoh deydi ana o'zini. Cho'ng gunoh deydi shirkni o'zini. Ammo mush odamlar nasara xristian hammasi Qur'onda sanab, bularning qilgan ishi qiyomat kunisi ham zoya ketmaydiganligi haqida Qur'onda bayon qilingan. Qur'on bunda keng doiralik narsada misol. Biz o'ylaymiz, faqat lekin bizga bo'ladi deymizda, u unday emas. Ya'ni nurg'un odamlar mana shu Yahud nasoralarning yaxshi qilganlari bor, ular qanday oldi qiyomat kunisi deydi. Alloh Qur'onda javob berdi bunga. Fala xawfun alayhim va lahum yahzanun deydi. Biz nima deya olamiz unaga misol? Ya'ni yaxshi ishniki ajri hech bir zaman zoya ketmaydi, ya'ni yaxshi zoya ketmaydi degan gap. Qur'ondagi hukm bo'yicha aytgan vaqtida. Unda Şu bu yerda sınaqning tushunilishini qisqacha. Sınaqniki nemisi mana bu yerda mayli qandaq dindik insonlar bo'lishiga qat'iy nazar, u odamlar yaxshi ish qilgan bo'lsa, bo'libmi Qur'oni Karimda iymonni ham bir o'rin qo'ydi, islomni yana bir o'rin qo'ydi. Bu islom hamda iymon bilan ikkisi nayt o'zi nemisidan o'zi o'xshashmaydi, jiq yerlar o'xshashmaydi. Buning o'zi maxsus bir mavzu qilsak bo'ladi. İman nima, islom nima, shariat nima degan qarta bir mavzu qilsak bo'ladi. Ammo bu yerdagi nurg'un odamlar biz musulmon deydi. Musulmon bilan o'zi mu'min holatdagi insonlarniki Qur'ondagi o'rni ham o'xshashmaydi. Qur'on uningga ayrim nimalarni berganda, misol. Shu oyatdagi narsa nima bo'lsa, ishongan odamlar. Innallazina amanu vallazina hadu deganning o'zi hammasi Yahudi bo'lib Allohga ishongan, Nasara bo'lib Allohga ishongan, Sabiin va boshqa dindagi, Budda dinidagi bo'lsin, qandaq dindagi insonlar bo'lsin, uniki o'zi orqada butga ishongan, lekin mush but shu buddizm nima so'rasi nima deydi desa, bu but bizniki o'zi nima duoyimizni shu osmondagi Allohga yetkazdi deb qaraydi. Shunga bizning tariximizdami bizning ajdodlarimiz ko'k tangriga e'tiqod qiladi degan shu nima kitob tarix kitoblarda bor shu. Ko'k tangri degan nima desa, butun koinotni yaratgan tangriga e'tiqod qiladi degan gapda, podshosni bu yerda tangrining o'g'li yoki olmaydi, yoki tangriniki nimasi degandek shunday nom bilan ataydigan anda holat shakllangan. Shuning uchun bu yerdagi gapniki o'zi kelsak, dunyodagi butun insoniyatni qilayotgan ishi, hayoti, ya'ni sinoqniki ustida mangadi degan gap. Bu faqatla musulmonlikni emas. Uning uchun o'zi mayli bir musulmon bir o'zi ziyon qo'chirsin, mayli bir xristian yoki yahudi mushriklar ziyon qo'chirsin, uning hammasi o'xshash, shu o'zi nimada ishini to'g'ri qilmagan bilan munosabatlik, ham uniki ajrisi yoki jazosi qiyomat kunida o'zi Allohning oldida beriladigan narsa. Bu bir masala. Ikkinchisi, aşağıdaki uçurgan nimaning o'zi, parakanchilikning o'zi nima desa, qilgan ishiniki haqqi degan gap. Bayatdan shuni deb keldik-ku biz. Haq oldu. Haqqi. Bir odam mashinani oldiga o'zini ossa, u odamning o'lish, u odamning haqqi bo'ladi, misol. O adamga haq oldu. U odamga haq bo'ldi, u odamning ham haqqi bo'ladi. Chunki men ash o'limni qo'lga kiritishim degan qilayotgan ishniki ma'nosi. Qur'on onu demadi yani. Yeni birisiga ham da Allah şirk keltirmeslik to'g'riliq. Eng cho'ng gunohning shirk ekanligi. Agar shirk qilsa Allohning haqqiga tajovuz qilgandek bir xil
nimeni ayetler barmı şu doğruluk. He. Onu gana düşünümüz boldy. O şerik keltügelikini Allah Taala Kur'an'ın özde şerikten başka günahını keçirganlığı, şerini keçirmeydiganlığı doğruluk ayetler mesela innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha degan ayetler var mesela. Şerini keçirmeydi deydi. Endi bu adamның özü yani Kur'an'da jaza meseleleri var. Jaza meseleleri neme degan vaqtda ebedi cehennemde oladı degan ayetler nayet köp yani egelleydi. Lekin bir kısım ayet atıyor degan vaqtda osmon zemin öz bo'lgan muddat ichida muddat kichilik bo'ladi degan o'z oyatlar bor. Madamat samawati val arz degan oyatlar bor. Bu nimani bildirdi desa, har qanday mushrik Yahudi Nasara bo'lsa-mu, bir mezgil o'zi cehennemde o'zi haqqi bo'lgan jazoning o'zini o'tab bo'lgandan keyin u odamni chiqadi degan ma'no chiqadi bu yerda. Chunki u yerda o'zi o ebediylikka kuyib ketgan bunday bir ishli yo'q. Aş adamni qilgan ishiniki jazosi tug'uchilik o'zi nimada bo'ldi. Yana o'zi bu xuddi dunyoda bo'layotgan ishlar bor. Misol bir odam bir davlatning qonuniga yoki nim qilib ashada bir jinoyatni o'tkazgan bo'lsa, og'ir bir jinoyatni o'tkazgan bo'lsa, bir qancha odam. Shuningda ba'zanlarga misol bir qancha yillik jazo berilgan bo'lsa, ba'zanlarga muddatlik, ba'zanlarga muddatsiz, ba'zanlarga o'lim jazosi o'xshash bunday jazolar berildi misol. O'lim jazosi berilgan vaqtda onun ba'zanlarga o'lgandan keyin manchilik siyosiy huquqidan mahrum qoldirildi yoki abadiy mahrum qoldirildi degan o'y nurg'un o'z tarmoqlari bor u qonundagi. Xuddi shuningga o'xshash bu qiyomatda bo'lgan jazoning o'zidimi u odamlar jahannam kirsimi, u jahannamga kirgan mushrik kofirlarning ichidami yana ma'lum bir mezgil yoki ba'zanlar undan sal uzg'aroq, ba'zanlar sal qisqaroq degandek har xil shaklda o'ziniki qilgan ish harakatlari qarta dunyoda qilgan ishi qarta cehennemde jazolanib o chiqadiganlikni Qur'oni Karimdagi ash madamat samawati val arz degan oyatning o'zidan bilib olaymiz yani. Ve ebedi zodi odamning o'zi hech bir zaman cehennemden chiqmaydigan darajada bundaq jazoniki yo'qligining o'zini Qur'oni Karimmi o'ziniki shu nemizda uch qashqara nim qiliqliqandi, bayon qiliqliq. Onun uchun bir odam kafir olsun yoki Yahudi olsun ebedi o hiç bir zaman çıkmay cehennem cezalandı deyişinin özümü hem bir taraftan akıl mantıkım doğru gelmeydi hem Kur'an-ı Kerim bu ayetle asla doğru gelmeydi. Şunu bu yerdeki nesne mi olsa hiçbir insandaki kılan işi kıyamet günüsü zaya kılınmaydı. Aşı innellezine amenu vellezine hadu diyen ayetdeki hemmesi karta biz manitqa vaqtida mayli qandaq dindeki insanlar buluştuk etdinizler. O adamniki qilgan ishi hech bir zaman zoya qilinmaydi. Gunohi tugagandan keyin qilgan yaxshi ishining bedliga u odamlar o'zi chiqadi u jinoyat jazo maydonidan chiqadi degan gap. Xaldin piha deganning o'zi arablar bunday so'zni jiq ishlatadi. Xaldin piha deganning o'zi nayt uzun muddat o nimada jahannamda bo'ladi degan ma'noni bildirdi. Bu oyatni Halidine fiha abada deb kelgan ayetlerin tölüsü şu cennette diyen men şu ayetlarda kelamda cehennemlikligimi keladi va lekin xaldin fiha degan vaqtning o'zida bu nima desa nayt uzun muddat. Misol mana bu Sulaymon alayhissalomniki voqealigi va Qur'onda Sulaymon alayhissalom jinlarga rahbarlik qilib qilgan vaqtda o jinlar her köldek şundak öz legenlerini yasaytdı degan aşındak öz nima bor. Legen deganni köldek olmaydi. Aş Arab memleketlerine bağanlar kögende. Arablar tamak yeydigan vaqt ekeldi mundaq diametr 1 metr keldigan. Ya onundan çoğ ba'zanlari 70-80 santimetr keldigan mis legenleri var bu qanaqcha. Demek o nima desa çoğ legenlerini yasaytdı degan ma'noni bildirdi. Arablarniki bu halqi bir narsani ifodalash usullari Cih sahada andaq bizga bek o'xshab ketmaydi. Bizdan başqa romanlarni o'qiydigan bo'lsa, alamat bir narsani andaq ifodalaydi, ammo uni amaliyotga uyg'un holatda tushirgan vaqtida undaq bo'lmaydi u narsa. Ko'ldaklagan deganning o'zi
Çoğ mındaq legellerni yasaytı degan ma'no keldi. Xuddi shunga o'xshash, Xolidin Piho degan vaqtning o'zida uzun muddat turdi u yer degan gap. Ebedi zati mangu chiqmaydi u yerdan degan ma'no chiqmaydi. Chunki Qur'oni Karimdagi u vaqtida bir oyat, yana bir oyat bilan o'zi qarama-qarshi keladigan gap. Uning uchun bu yerga narsaning o'zini biz nimqa vaqt tushungan vaqtdami mangu emas, uzun muddat. Ya'ni u odamlar uzun muddat jahannamda qoladi degan ma'noning o'zida tushunishga to'g'ri keladigan gap. Yeni birisiga Allah'ın rahmeti hamma narsani qapsaydi degan oyatning nimasi bo'yicha hamda o cehennem nima o'ziga olib ketadi. O cehennemde mangu qolib qoladigan nima bo'lmaydi. Allah ularga rahmat qiladi degan ma'no chiqamda. Albatta. Chunki bu yerki narsa nima degan vaqtda dunyoga kelgan insonlar tug'ilgandan tortib to o'lguchilik faqatla askishni qilib bo'lmaydi. Hayotida o insonlarniki nurg'un o'z yaxshi ishlari bo'ldi. Misol, hech bo'lmasa 15-20% yaxshi ishlar bo'ladi odamniki. Hech bo'lmagan vaqtning o'zida. Demakki, o insonlarniki 70%, 80% yomon ishlar qarta o'z jazosini tatgan taqdirdimi? Hamda shu qilgan yaxshi qarta Alloh taolo yaxshi ishi zoya qilinmaydi deb Qur'oni Karimda bayon qilgan ekan, u vaqtda u odamni hech bir zaman o'zi o yaxshini zaten zoya qilib o'tishmi Alloh taoloniki adolatiga to'g'ri kelmaydi yani. Shu bu yerdagi narsa nima desa, ikki oyatning o'zini Xolidin Piho bilan Madomat samawat vel arz degan oyatning ikkisini bir yerga kelgan vaqtida demakki har qanday bir jinoyatchiniki jazolanish muddati vaqtli bo'ladi. Bir mezgil uzun bo'ladi, ba'zilarning yana biroz uzun bo'ladi, ba'zilarning sal qisqa bo'ladi degandek, o'zi qancha yil yoki qancha 100 yil ko'ysin, jahannamda azoblansin, u bir mezgil bo'lgan vaqt uni jinoyat tugab, undan keyin o'zi chiqadigan gap bu yerda. Asosan bu alqi Xolidin Piho deganga o'xshash, shu Xolidin Piho abadan degan shu kelima asos jihatdan shu jannat ahllariga jiq ishiltildi ekan-ku bu. Chunki abadiy turadigan yer insonlarniki jannat. Bo'lgandan keyin u jannatdagi insonlarga abadan degan kelima jiq keladi ekan, ammo jahannam ahllariga yo'q deyarli holatda, misol. Sizin deydiganlar tüydü mü ya benim sualım var kitap. Tügüdü. Emdi malıqı Ca'al hakka ve zahaqal batil degan iliqi İsra suresi 81. ayeti. Aşını qanday düşünümüz? Evet, yaxshi. Ca'al haqqu ve zahaqal batil innal batila kana zahuqa degan bir oyat var misol. Haq kelgan vaqtda batil kirdi. Nimishqa degan vaqtda haq kelgan vaqtda batilni ketish tabiiy degan gapda ma'nosi. Bu batil haqniki qarshisi. Har qanday arabda bir so'z var. Kullu şeyin yorapu bi azdadiha degan bir nemisi var. Har qanday narsa o'zining zid, yani qarshisidagi narsani bilan tunigan vaqtda uni yaxshi tuniqli bo'ldi. Deydi, oqni tunigan vaqtda qari bilan, misol, cho'ngni tunigan vaqtda kichik bilan, undaq o'zi nimqa vaqtda u narsani yaxshi tuniqli bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash, biz batilni, ya'ni haqni tunigan vaqtda batilni va ikkisini birlashtirib tunigan vaqtda bu o'zi nihoyat yaxshi tuniqli bo'ldi. Ya'ni bu batil deganning o'zi nima degan vaqtda uningga alqi to'g'ri bo'lmagan. Misol bir odam bir yaxshi ishni qildi. Yaxshini qilgan bo'lsa, u yaxshi ishga loyiq holatda uning haqqini bermaslik bizda nohaq deydi-ku buning o'zini. Haq, nohaq degan masala bilan nima qildi-ku? Arablarda haq, batil deb qaraydi. Bizda haq, nohaq deb nima qildi? U nohaq bo'lgan bo'ldi. Nohaq deganning o'zi uningga to'liq haqqini bermaganlik. Yoki haqqini bermaganlik, yoki to'liq haqqini bermaganlik bu hisoblanadigan gap. Shunga u yerga to'liq haqqini bir odam qilgan ishi qarta
to'liq haqqini olgan vaqtda u yerda o'zi botil, ya'ni to'liq haqqini ololmaslikdan iborat bu narsa tugaydi degan gap endi. Shunga o'zi haq kelgan vaqtda u yerda botil bo'lmaydi degan vaqtda. Misol, u yerda bir narsa haqiqiy o'zi amillashgan vaqtda nima bo'ldi desa, u yerda botil yana nohaqchilik bo'lmaydi degan gap bo'ldi. Çünkü nima qilasiz Alloh taolo uchiqda ekan innal botil kana zahuqa. Zaten u haq kelgan vaqtda botilning ketishi tabiiy olib keladi. Tamam. Allah razı olsun. Ondan keyin Sure Bakara'nın 42. ayeti var. Ve la telbisul hakka bil batil degan bilan boshlangan. Uni 5-nima deb kirib o'tdilar. Mushuni tushuntirib qo'yinglar. Bo'ldi. Qur'onda shu sura Baqarniki bu 40-dan 43 oyat o'ziga araqda Ya bani İsrail ezkuru ni'meti allati en'amtu aleykum ve awfu bi ahdi ufi bi ahdikum ve iyyaya farhabun. Ve aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ve la takunu evvela kafirin bihi ve la teşteru bi ayati semanen qalila ve iyyaya fattakun. Deganlik oxirsida andikin ve la telbisul haqqa bil batil ve tektumul haqqa ve antum ta'lamun deydi. Bunun özü İsrail evlatlarının özüne Tevratni evetkendan keyin Tevratni Musa alayhissalom orqali qilgandan keyin uningga o'zi mush Tevratga amal qilish haqida ulardan va'da olganda to'rteg'ini ko'z tutib turib mush to'rteg'ini o'zi xuddi beshinga tashyaptimi degandek qilib turib o'zi ulardan va'da olgan. Va'dangni vafo qiling deb. Va yana o'zi uningga va aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum deganning o'zi yana shu Qur'oni Karimning o'zini ko'z tutib turib, men tushungan mush Qur'oni Karimga siz ishoninglar. Chunki nima ish qilsa, u Qur'oni Karim sizlardagi kitoblarga o'xshash bir kitob. Buningga o'zi birinchi bo'lib kofir bo'lmanglar, Allohning oyatini ozg'in pulga sotmanglar. Deb kelib Alloh taolo va la talbisul haqqa bil batil va taktumul haqqa va antum ta'lamun deydi. Bu nima degan vaqtda boy deganga o'xshash haqni botil pardozlamanglar. Yani hozirgi vaqtda jiqqo shunday ishlar, masalan, rivoyatlarni, fiqh arablarning hikoyalarini akilib, uni o'zini haq ko'rsatib, o'sha haq din ko'rsatib bizning millatimizga shunday qilgan ishlar nihoyat jiq. Uniki haq, ya'ni to'g'ri bo'lgan tarafi bo'lsa, mayli. Lekin u botil bo'lgan bir narsaning o'zini haq deb kishilarga bunday o'zi to'g'rimi shu bizning dinimiz, shu to'g'ri narsa, to'g'ri din deb balki botil narsani insonlarga to'g'ridan qatorda undaq ko'rsatmoqda. Va la talbisul haqqa bil batil va taktumul haqqa va antum ta'lamun deganimiz shu vaqtda sizlar haqni yapgan bo'lasizlar. Bilib turib haqni yapgan bo'lasizlar. Haqni batil bil yepib, unidagi mana uning o'zini batilni haq bil yepib, batil narsani haq qilib ko'rsatishning o'zida haqni yapgan bo'lasizlar vaqtida. Bilib turib. Shuning uchun sizlar bu ishni qilmang deydi. Yani bu yerde nurgun programın başlayan vaqtida programını kedimizde sözlügen cihnaslar var. Yani haq turuş meselesi, haqni qandaq amalga oshirish meseleleri, haqqi amal qilish meseleleri bu nihoyat og'ir bir ish. Haq turush meselesi mi bek og'ir ish. Men shu tafsir o'qiyotgan vaqtlarimda shu neminiki Lut alayhissalomniki ayoli kofirlar tarafga o'tib ketdi. Qur'onda bor bu. Masalan, Nuh alayhissalomning bir o'g'li kofirlar tarafda bo'ladi. Nuh alayhissalom qarshi. Bu shu oiladagi bir odamning o'zi shunday bir haq so'zni qilyapsa, shu odamni qandoq shu botil tarafga o'tib oladi deb meniki ichim pushaydi-da. Keyin biz shu programmani qildik, qilgandan keyin bizga kelib ketgan zulmlar, haqoratlar bu oilada mening bilan tusi bo'ldi-ku. Shu meniki baljaqinlarimning Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, shu Instagram deymiz, shu narsalarga yezib, sen kofirning bolasi, sen murtad, murjining bolasi ekansiz deb ashlarga qilib ketgan zulmlar, haqoratlar haddi hisobsiz bo'lib ketdi. Misolda ayolimga bo'layotgan narsalar.
Həptilab gap qilmagan kunlarim bo'lib ketdi. Bu batıl aqidadagi insonlarda bu qadar rahimsizlik, bu qadar o'z sharafsizlik bu har qanday vaqtda bo'ldi ekan. Payg'ambar alayhissalom va butun payg'ambarlarning zamonasidagi shu sharafsiz insonlarga qarab men hayron qoldim. Bu bizni beshimizga kelgan vaqtda biz payg'ambarchilik bir ishni qilgan yerimiz yo'q. U payg'ambardek undaq o'z bir ishni qilgan vaqtda bir kun yashamayotganmiz deb qolaman-da. Misol. Bu qadar yani zolim, bu qadar nomard o'tirg'i chiq shu o'z haqvos shu narsanga o'zi dalil isbotini ko'rsatib o'tirg'i chiq deb necha qadim dedik. Undaq narsani o'tirg'i chiqarmoqlik. Ya'ni bu bundaq bir haqni so'zlab uning maydonida turish masalasimi bu ajoyib o'zi jasorat talab qiladigan shunday bir narsa ekan bu. O payg'ambar alayhissalomniki nima uchun men tog'ni o'zimni aytib olaman deb shunday holat kelib ketishning sababi nima degan vaqtda bu nihoyat og'ir kelgan masala bu. Bizni xotin bolalarimiz nima ishi bor o go'yilniki misol. Abduqodir Yapchan degan go'yning o'zim deydi-ku, xotinning taloqdan jalobning olisi. Og'zini buzib atdim demoq edi meni. Hayvon. Manga desa mayli, ma gaping xato, men Qur'ondagi ma delilning sababidan desa u boshqa gap. Bir eg'iz delil ko'rsatmay turib u yerda meni xotin bolalarim haqorat qildi go'yning o'zi. Odam ba'zi vaqtda shunday demaydi hech qanday bu sohadagi gapni deymiz, lekin odam jiniga o'tgandan keyin payg'ambar alayhissalom qalam surasi deydi-ku, hammazim mashshaim binamim, utullim ba'di zalik zanim, zamalin va banin deb ashaning o'zida ashi dadisi yo'q xalqi. Nima degan bo'ldi? Bizning tilimizni jalobni olsa degan gap bo'ldi. Ashu bir mushrikni ashari shundoq nim qildi. Tabbat yada Abi Lahab degan ashilning o'zini so'zlash payg'ambar alayhissalomga o'ng'ay narsa emas. O'zining tag'isi to'g'riliq. Demak, jondan o'tgan vaqtda inson og'zini buzdigan gap. Biz ularning o'zini bu insonlarimizning o'zini tarixda biz mushunchalar ziyonlarni tortib, mushunda zulm qilib qilishimizning sababi shu diniy sohada nurg'unlagan shu xato yo'lga menib ketganligimiz sababidan bo'ldi. Mushun to'g'rilab olaylik. Bütün dini olimlar qo'li Qur'onni olsin. Tamam, zot biz yetkizimiz buning o'zini biz to'g'ri yetkizsa, biz mush minutdan boshlab to'xtaymiz bu ishning o'zidan. Asıl to'g'ri yetkizuvasi bizniki maqsadimiz ado bo'lgan bo'ldi. Desak, uning o'zini qilmaydi misol. Bir narsani to'g'ri qildi, nima? Xato qilding, ma'ning o'zi men oyat qarta xato deb bir tal dalil isbotni ko'rsatmaydi. Undan keyin bizga shunday haqoratlarni qilib, u menga shaxsan oilaning o'zida, menga shaxsan bo'lmaydi-ku. Bütün oilaga qarta shunday haqoratlarni qildik. Buning nima ishing vasniki? Şu vaqtdagi payg'ambarlarning ayollari, baljaqlarimi shunday zulmga chidamay, shunday o'zi bo'lgan ishga deb men undan keyin tushundim bu ishning o'zini. Bu unda o'ng'ay narsa emas-ku bu. Bu dunyoda bizniki bir odamning chiroyli bir gapni anglab o'tishimiz, nihoyat oz sondagi insonlarni anglab o'tishimiz mumkin. O'lib ketsakmi bizniki jinozamizga keladigan odamlarni toptaylik. Bizniki mush dunyoda qilgan xizmatimiz qilib qoldi. Millat o'zining milliy ruhi qaytsin. O'zining Uyg'ur millat ekanligini tunisin. O'zi Uyg'urib yashasin, Uyg'ur milliy ruhining o'zini qaytarildirsin. Arabga egashmay, o'ziniki rahbarlarga egashsin, o'zining olimlarini hurmat qiladigan bo'lsin. O'zining vatani, o'zining millati uchun kurash qila oladigan bir ruh o'zi yetilsin deb bu o'zi programma qilyapmiz. Vatan millat uchun. Agar o'zi shu botil din bilan vatan ozod bo'lgan ish bo'lgan bo'lsa, men yana og'zimni yumib turgan bo'lardim. Ozod bo'ldimi? Minglagan, 10 minglagan insonlarimiz o'ttir sharqqa chiqib o'lib ketdi. Nurg'un o'zi bolalarimiz, xotinlar tul qilib, nurg'un bolalarimiz egjoqsiz bo'lib hozir shunday yashayotgan ishlar bor. Buni qarayotgan odam bormi? Bunu kim vayron qildi misol? Mollal vayron qilmay kim vayron qildi millatni? Mana mushundaq o'zi insonlarning qo'lidan qutuldirib olishimiz kerak millatni. Desak, sen o'zi millatni orasiga nim qilding? Bo'lgunchilik solding. Nima uchun bo'lgunchilik solmaymiz biz? U botil xato yo'lga ketayotgan insonning bir qismini bo'lsin, bu tarafga olib chiqishimiz kerak biz.
Hammani qaytara olamazsakmı, bir qismini bo'lsa to'g'ri tarafga chiqish nima tortishimiz kerak-ku. Hammasi xato yo'lda shu g'arq bo'lib o'lib ketish, to'p ketish kerakmi? Shu xurofotni so'zlaydigan, arabniki hikoyasini so'zlaydigan, mollani sababidan butun millat yo'q bo'lib ketish kerakmi bu yerda? Twitter'ga, Instagram'ga chiqsa, aşağının özde sen degan palon murjining, palon murtadning bolasi deb bolalarimga zulm qilishlar bor. Bunda sharafsizlik bo'ladimi dunyoda? Endi sabr qilinglar, hammamiz sabr qilaylik. Hammamizga bularda bu nimalar degandek endi nurg'un endi tarixlarda o'tib ketgan yangilik yaratgan yoki haqiqatni so'zlagan odamlarga nisbatan shundoq zulmlar keladi ekan. Aman yo'q. Chunki ularning az bir qismi aqlni ishlatadi, tafakkur qiladi. Ularning ko'pinchisi Allohga shirik keltirmay ibodat qilmaydi degandek oyatlar bormi shu? Alloh basirat ato qilsin. Yana ba'zi yaxshi inkoslarmi bor ekan hamda bizga malham bo'lg'udak. Bayatin bir qarindishimiz yaxshi inkoslarni beribdi. Uning oldida yana ba'zi inkoslar bor ekan, uni bir o'qib o'tili. Islomdan Shah Mansur degan qarindishimiz ekan. Islomdan nima topdinglar Uyg'urlar? Allohimizdan bizga kelgandilar mehr shafqati zodilar tegmidi debdi. Uning davomi ekan. Bugungi kunda bu rivoyatlardan Uyg'urlarga nima hojati bor? Qani bu dimin millatimizga bo'lgan foydasi? Ko'chman xalqlar umrida bir masjid turg'izmisimi? Mustaqillikni oldi. Uyg'urlar bo'lsa eski chapon, eskicha. Uyg'urlar islom dinidan, Allohdan 1000 yildan ortiq vaqt hech bir yaxshilik ko'rmadi. Bunda tushuncha ega bo'lganlar bor, shu bularga nisbatan bu to'g'ri bir gapchi bu. Chunki har bir Uyg'ur buni o'ylash kerak. Zodi biz islom deb mush narsani qabul qilgandan keyin bizga nima foydasi bo'ldi? Degani o'ylagan vaqtida biz zaten foyda olamadik. Andan keyin bu islomning o'zini ikkinchi nimada Qur'on ko'rsatgan islom bilan hozirgi an'anaviy islomni bir-biriga selishtirib chiqish lozim. Selishtirgan vaqtda biz zodi Allah ko'rsatgan islom bilan menibdikmi tarixdan buyon yoki bo'lmaydi arabga ergishib menibdikmi? Buning o'zini tushunish lozim. Uning uchun biz devatimizki bu Qur'onning o'zini biz Arabning Qur'oni emas, Uyg'urning Qur'oni qilib, Uyg'urga manfaat yetkazadigan bir narsa holatiga kelish lozim. Uning uchun biz bu din orqali qoidadan o'zi Uyg'urniki milliy ruhini uyg'ota oladigan, u Uyg'urni Uyg'ur musulmon qilib o'tirg'i chiqara oladigan bir holatda bir Qur'on holatiga kelishimiz lozim. Har millat u Qur'onning o'zining milliy manfaati uchun o'zi nim qila oladigan, foydalana oladigan bir dastur holatiga kela olishi lozim. O faqatla hamma narsa Arabning manfaati uchun bundaq bo'lgan bir din bo'lib qolsa, u vaqtda bizga undaq dinning hech qanday keragi yo'q. Misol. Zaten biz bu Toza so'zlayotgan
Endi gaplarni davomlashtirib lazım. Gap qısa. Gaplar üzülüp kaldı. Eğer davam bolsa debesler. Şu bu Qur'onga kelgan vaqtda oxirimizniki degan no'g'ri. Nima uchun degan vaqtda u bir masalan boya degan oyatning o'zini yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sobit fil hayati dunya va fil oxirah degan oyatning o'zidami Alloh taolo qiyomat kuni dunyo va oxiratda Qur'onga ergashib g'alaba qilgan insonlarning o'zini isbot qilib ko'rsatdi. Mana Qur'onga ergashgan insonlar g'alaba qilgan, sizniki g'alaba qilolmasliging bu Qur'onga ergashmaganligini to'g'ri ergashmaganligining isboti deb turib isbot qildiganligini boyatin birisi deb o'tdik. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtda ash qarindishimizni degandek misolda biz tarixdan buyon Qur'onga ergashmaganligimizning isboti shu. Misol Sutq Bug'roning zamonasida shu qancha minglagan, qancha yuz minglagan shu xalqimizniki o'ltirilib ketishimi islomniki o'zi islomni to'g'ri qabul qilolmaganligining isboti. Nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karimning ichida hokimiyatga bo'ysunib bo'ldi, bu diniy e'tiqodning o'zida u xohlagan e'tiqod turaversa, u hech qanday problem bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom zamonasida hokimiyat ostida yahudlar bo'lgan, mushriklar bo'lgan, mo'minlar bo'lgan, shuning hammasi islomga kirgan. Islom degan nima degan vaqtda u shu yerda o'z barpo qilingan tinchlik. Yani tinch bir jamiyat barpo qilish islomning o'zi. Uni din e'tiqodi, millati kim bo'lishini qadar shu jamiyatda tinchlik uchun has qo'shgan odamning hammasi muslim bo'lib hisoblanadi. Mo'min deganning o'zi Allohniki o'zi ishonishga tegishli bo'lgan narsaga, masalan, Allohga ishonish, farishtalarga ishonish, kitobga, payg'ambarlarga, oxiratga ishonish degandan iborat bu ishonish va namoz o'qish, ro'za tutishni qilgan odamlar mo'min bo'lib qarilgan gap. Şuna bu yerda payg'ambar alayhisalom zamonida bu masalalar kelgan vaqtdami payg'ambar alayhisalom hatto Abu Bakr, Umar u Allohning kitobiga, Allohga, payg'ambarga ishonmagan bo'lsa-mu, lekin shu tinchlikqa qo'l qo'ygan, bo'ldi sizlar bilan bir bayroqning ostida birga yashaymiz deb qo'l qo'ygan insonlarning hech birisini o'ltirmaganlik, birga yashaganlik bu dalil isboti bor bu yerda. Bunun o'zi bo'ldi desa, bizning vatnimiz kelgan vaqtda iymon etmaganni o'ltirish, murtad bo'lganni o'ltirish va hokazo degan bu fatvolarning hammasini chiqishi nima degan vaqtda u mo'llulniki shu vaqtda bizning millatga solgan ziyonkashligi yoki shu vaqtda Abu Nasr Samani degan odam kelibdiki, shu Abu Nasr Samani degan odam shunday yomon niyatga kelganliginiki isboti hisoblanadi. Ya'ni biz yig'ib aytgan vaqtda islomni qabul qilgan tariximizdan boshlab bu narsaning o'zini to'g'ri qabul qilmaganmiz. Qur'onni qabul qilmay, arabning hikoyasini, Umayya, Abbosiya sulolasi zamonida yozilgan fiqhning o'zini qabul qilganmiz. Bizning ajdodlarimiz. Uning uchun bizniki vayron bo'lishimiz mushorat kelgan. Agar biz Qur'onni, islomni qabul qilgan bo'lsak, u vaqtda birimizni o'ltirmagan bo'lardik. Hattoki shu tarixda kucha islomni qabul qilishdan burun selingan shu Budda nemasining o'zi shu Kızıl ming öy demek şu değil mi? Ahmet yo'qolib ketdi. Ama meni ovozim uzilib qoldimi ya? Üzülüp kaldı. Kızıl ming oyga kirmekçiler. Şu masalan kuchada shundaq 15-20 metr egizlikda shundaq butxalning bo'lganligi shu vaqtida keyin islomni qabul qilgandan keyin butunlay shu butxalni hammasi cheqilganda bo'lmasa Kabe'ning o'zi nima edi payg'ambar alayhisalom Kabe nima Makkani fath qilishdan burun Kabe'ning o'zi butxon edi. İçinde 360 tane butu var deb hamma yer yeziqliq-ku. Butni açıq talaq taşıb etib lekin onun o'zini masjid qilib oldi. Masjid haram deb ataldi hozir. Misol. Misol shu vaqtning o'zida shu ajdodlarimiz sog'an ashundaq 15-20 metr egizlikdagi shu butxonniki ichidagi butni açıq taşıb etib lekin
Onu cami qilgan bo'lsa, bo'lavergan gap, hozirgi vaqtda asorat qilmiz bo'ldi uni degan gap. Demakki bu dinning o'zini xato bir narsani din deb qabul qilgandan keyin bizniki tariximiz, madaniyatimiz, urf-odatimiz tortib bizga selayotgan ziyon haddi hisobsiz ziyon solgan misol. Hattoki milliy ruhimizga solgan ziyon. Uyg'urda qolib bo'lgan, men musulmon deb o'zini qilib ketgan, Uyg'ur deyishni nomus qilgan, mundaq bir holat shakllanib ketishlik insonlarda. Bundaq bir qarqosak qo'lamda, bundaq qandaq bir nim bo'ldi misol shuna o'zi? Qandaq insonlik bo'ldi bu? Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda bizning xalqimizniki dindan yomonlash haqqi bor. O din bizga nima yaxshilikni keldi deyish haqqi bor. Chunki zodi tariximizda islomni qabul qilgandan tortib hozirgacha bir imperiya qurgan bir millat hozir yo'q bo'lish girdobga kelib qolishning sabablari hammasi nima degan vaqtda 70% ama şu dini sahada. Çünkü o ziyali degan tek tüngün paydo bo'lgan narsa o. Şuna bu yerdeki nima degan vaqtda asosan bu dinni qabul qilgandan keyin bu molla davomli millatni xurofiylikqa, tarki dunyolikqa chaqirib yurib, millatni maholatga keldi. Hozir shu kesikdan chiqqin ma to'g'ri yo'lga desa, chiqolmay yurdi ashada. Her ziyolilar var. Aş mollaning ashada o'zi xato gapni qismi 5'ini ichiga tiqib o'ltirdigan gap. Şu insonlarga degan gap xato bo'lsiniki, deydigan ikki odam o'tirib chiqmaydi. Bu qandoq bir insonlik misol. Nima? Tamam, Allah razı olsun. Hem de anınga o'xshash savol qo'yganlar bor. Onunga bir qator javob berib o'tdilar. Yeni birisiga adamning ko'nglini xushal qiladigan inkos yozganlar bor. O'sha Nig'mat Vali degan bir qarindishimiz bunda debdi. Qilayotgan xizmatinglardan millat rozi bo'lgusi. Rahmat sizlarga. Aqli hushini yo'qotgan odamlar bo'ladi ekan. Haqiqatning kimda ekanligi, qo'llag'uvchilarining az ko'pligi bilan aloqasi yo'qligini biladi. Debdi. Uningdan keyin aramızda shundoq odamlar borki, ularning ichi har zaman ochiq, hasadga to'lgan bo'ladi ekan. Zahirini kimga yaqin kelsa, shuningga chechib turmasa kuni o'tmaydi ekan. Debdi. Yana birisi de, yine şu birodar, ular oyig'i yetgan joyda kishilardan qusur izlab, kishilar ko'ngliga azor berib, shuningdan huzur oladi ekan. Ko'zi tushganla ish bo'lsa, shuningdan putoq chiqarib, ichidagi zaharini chashqisi keldi ekan, debdi. Bu şu asasen şunda işlerinin ki nimisini depti de. Küzü tamam onu okup öttük. Burnunu tıkkan burnunu tıkkan iken. Benim için sizler şu menin ras kesilige giriptar bolgan canavarlarning bildirlaşlarına itibar vermesenler yaxşı. Bu türdekilerinin bildirlaşları e'tibor qilishga faqatla arzimaydi debdi. Bizniki Nig'mat Vali qarindishimiz razı olsun, Allah razı olsun. Bu qarindishimizning gap bo'lsa deb qo'ydi. To'g'ri gaplar, lekin biz inson bo'lish sifatimiz bilan o'zimizga haqorat qilinsa tamomda. Bizniki mushu bizning so'zlaganligimiz sababidan bizning baljaqimiz, urug' tuqqanlarimiz haqoratga uchrashib, qanday masala misolda. Ularning hech qanday jamiyat qilgan gapi bo'lmasa, sen o'zi deydigan gaping bo'lsa, bizga desin, bo'ldi. Dalil isbotni akasin, to'g'ri bo'lsa, mushad omanna va saddaqna deb o'zi butun jamoatning oldida uning o'zini deb kechirim so'raymiz shu odamlardan. Sen bir og'iz gapning o'zini qilmay, u yerda butun o'z insoniyat qarib turib, insonning o'zini bizni xudni bir nima shu o'yinligi, misol. Voy, zo'raning. Og'izdan ham oqmagan po'q oqqis kelib berdi. Ammo
Bu bizga yarashmaydi bu narsalar. Onun için adamlar degisi kelmaydi. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardı. Onu biz destek kılıp turolmaylı. Biz zulüm boşurganlar ağzının bazı gepler çıktıdık hem de bilip turatımız. Allah hemmimizi keçirsin. Başka suallar ularga cevap verdik. Hak ve batılın biz bilen münasebeti nime üçün hak bilen batıl arasında tanlashga muhtajmız. Karımız bolmaz qandaq boladi? Hak bilen batıl meselesinde bizning qandaq mecburiyetimiz var. Onu dep ötdiler, çiң turimiz dediler. Biz haqda çiң turmaganligi uchun mushunga ikki qiz biz nima qilib qo'yay oxirgi qepdiki. Biz haqda çiң turmaganligimiz uchun mushkun qilishimizning sababimi ashundan bo'lgan. Misolda, bo'lmasa haqda çiң turgan bo'lsak, u vaqtida nima to'g'ri, mayli kimning gap bo'lishini qat'iy nazar. To'g'riga to'g'ri, xato muomala qilgan bo'lsak, bu yerdagi o'zi o'tirda ashundaq qalaymaqan so'zlar yurgan ash mollaning bu hozirgi zamonning o'zida bu qadar xo'rga o'sib ketmagan bo'ladi. Xato gap qilgan vaqtda o'sha yerda haqli so'zlarga ishkada bo'lsa, nima deyapsa, hey? Degan gapni o'tganda anglab meniki necha kun uyqum kelmadi. Alloh taolo bizni hatto payg'ambarlardan yaxshi ko'rganligi uchun bu hozir Xitoyning qilayotgan zulmni bizga ravo ko'ribdimish. Bu qanday gap bo'lib ketdi endi bu? Bizga qanchalik zulm qilsa, u Xudo shunchalik yaxshi ko'rib ketdi ekanda. Mushuni ash bir mollaning o'zi desa, o'sha yerda qancha o'nlagan, qancha yuzlagan insonlar bor ekan. Ey, nima deyapsan va go'yay? Biz Xudoning chapini yetib o'tibdikmi yo tamog'ini evibdikmi? Deydigan ikki yig'iz gapni qilamoqqa qayda. Bu qanday insonlik misol? Xudoga biz qaz jinoyat o'tkazganligi uchun Xudo bizni bunday narsaga mubtalo qildi-ku. Demak, Xudoning hech qanday ishi yo'q buning bilan. Yani Xudoga atib, Xudo berdi bizga, yani rahmat mush zulmni berganiga demakchi ham deydi. Millatning o'zini ashni qanoat qildirib, texmi zulm tassang, texim bek savob bo'ldi demakchi-da. Elki nima deydi desizdik ha? Allah en yaxshi ko'rgan insonlarini en mushaqqatli imtihan bilan sinaydi. Şuna biz degan yer yuzidagi en baxtlik, en taqvo insonlarmiz. Bizning e'tiqodimiz nihoyat ching bo'lg'achqa Allah shundoq bizni sinovati deb Allohning zolimga, zulmga nima ko'rsatadi-da. Bularni ishongan Allah qanday Allohimdi shu. Shuningga millat bularning og'zidan chiqqan narsani din deb qaramaslik lozim. Din Qur'onda, boshqa hech qanday yerda din yo'q. Onun uchun o'zi unda qalaymaqan so'zlar ekan, saqlab olsin, bo'lmasin, unda qadam so'zligini hech qanday Qur'onga asoslanmagan narsaning hech birisiga din deb qaramaslik lozim. Bo'ldi, endi kesilib ketsak, hozir nurg'a odam tillayotgandek turimiz. Endi sizlar bizlar o'zimizga chaqirmadik. Biz shu Qur'onga chaqirdik. Qulonligi bir Qur'onni elinglar ey insonlar. Bu din odamlariga emas, Allohning kalomiga, Allohning kitobiga, Allohning vahiysiga, uning birdan bir vahiysi Qur'on, undan boshqa vahiy yo'q. Aqlingni ishitinglar. Sura Yunusning 10-surining 100-oyatida mahluqotlar ichida, jonliqlar ichida eng ashaddiy pastkash narsa aqlini ishlatmaganlar. Aqlingni ishlatsanglar, tushunildi bu Qur'onni. Bir tushunib, bir o'qinglar jenim, qarindoshlarım dedik. Shu gapimizga endi mushunchalik talobatda qilyapmiz. Qolganimda haq botil yo'lni tanlash ham insonniki o'zining ixtiyorligidagi ish. Javobni o'zi beradi. Biz deydiganda deb qo'ydik, beshimizga nima kelsa ko'ramiz endi-chi. Qolgani xalq o'zi Qur'on bilan ko'zini ochib, aqlini beshiga elib, boshqalarning qo'liga, burnidan
çölek ötkizip tutkuzup koymay, üzünün iradesi bilen hakiki la ilahe illallah dise, buladı başka bir iş yok amca şu. Biz bunundan payda tapmayımız, bunundan bir pul tapadığan bir yerimiz yok amca şu. Hemimizin tapkan nas üzümüzü yiyip aşılı. Doğru. Ahmetcan başka gepsiz bolsa, kılınla, bolmasa bek 2 saat bulup keledi dediğine. Boldu. Meylemse. Hemimiz sabır kılayla. İnnallâhe ma'as sabirin diyen ayetni bir-birimizge inşirah, bir-birimizin kalbige bir inşirah azady kıldygan, huzurga çykyrdygan bir-birimizdinki destekçisi, yardımçısı bolup ütümüz inşallah. Allah razı olsun. Fidayla ikramdan ma. Allah razı olsun. Rahmetli ustaz. Boldu, Allah'a emanet. Allah'a emanet. Davuz kaderli kıyırındaşlar, bugünkü Kur'an'da nazarı programımızdaki 75. sani yeni mişede tügüdemde inşallah keyinki sanlık programda 76. kısımda görüşemiz. Yaxşı görgen bolsaňlar kıyırındaşlarga tavsiye kuyunlar. Biz üzümüzge emas, Kur'an'a çakırwatymyz. Kur'an'ny kullanlygy elinler, okuňlar, düşünüňler, amel kılınlar. Allah'ın özüge emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet.